Nemis ta'lim tizimimiz juda ham shafqatsiz aytganimdek. Biz bugun buyukmiz. Ha, ayniqsa menga o'xshagan o'zi parastlar. Shuncha yil Samarqand shahrida yashab men guvohi bo'lmaganman. Asosan bu sovetlar tomonidan belgilab berilgan standartlar. Mayli biz o'zimizni ustun qo'ymaylik, mayli biz buyuk qo'ymaylik, lekin kamida teng ko'rish kerak. Lekin biz o'zimizni faqat shunday taqdim qilyapmizlar. Bu achchiq haqiqatni tan olishimiz kerak. U keyinchalik o'zgartirishi mumkin emasmi? Yo'q. Biror tarixchi yoki olim munosabat bildirmagan. Bu qadar negativ qora rangda ko'rsatish xatolik deb bilaman. Nega ular hech kimga aytmaydi? Har bir sohani o'zida chiqqan mutaxassisi keyinchalik media yo'lini tanlaydi. Biz aytganimdek bu yuqoridan hal qilinadi. Hammadan bir xil odamni yetishtirib bo'lmaydi. Bu uning tanlovi emas. Lekin ko'pincha ayblaymiz. Buning sababi nimada? O'zbekistonni faqatgina atlas mato kiygan va osh tayyorlagan mamlakat deb ko'rsatishga harakat qilishadi. Shuning uchun talashmaylik, hammaga yetadi. Sovet kishisi g'oyasini biz komil insonga o'zgartirdik. Ism familiyasini yoza olardik-ku. Sovet davrini yomonlashdan yiroq insonman. Qorong'u dunyoni ochgan deydi shunaqa odamlar. Bitta haykal yetishmayapti. Bizda istalgan odam istalgan soha haqida fikr mulohaza yuritishi mumkin. Hech qanday jinoyat amalga oshirmagan. Filolog aka ham ancha jamoatchilik ichiga yaqinlashtirdi-ku o'zining sohasini. Hamid Sulaymon, akademik Ibrohim Mo'minov saroydagi ayonlarni kuchli ekanligini bildiradi. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ustoz, ancha vaqtdan beri Germaniyada istiqomat qilasiz. O'zbekistonga tashrif buyurib, Samarqandda bo'lib, Samarqandda biror bir o'zgarishlar yoki yangi bir taassurotlar oldingizmi? Ha, albatta. 2012-yildan buyon Germaniya Federativ Respublikasida istiqomat qilaman. Lekin Samarqanddan umuman uzilmaganman. Juda tez kelib turishga harakat qilaman. Karantin vaqtida uzoq vaqt kelmadim. Eng uzoq tanaffus shu bo'ldi va har kelganimda bir yangilikni, bir o'zgarishni ko'raman albatta. Masalan, so'nggi katta yirik o'zgarishlardan biri bo'lgani bu Boqiy shahar. Masalan, Samarqand shahridan tashqarida avvalgi Grebnoy kanal bo'yida qurilgan. Yoqdi. Bilasizmi menga nimasi yoqdi? Ayniqsa lokatsiyasi yoqdi, joylashuvi. Chunki bilasiz, hozir Samarqand butun dunyo nigohida nima tadbir bo'lsa o'tkazilyapti. Yaqinda ham o'tkazildi. Oktyabrda qanday UNESCOning 48-sessiyasi o'tkazildi adashmasam. Va shu paytda juda ko'p odamlar kelyapti-da, lekin bu shahar aholisini bezovta qilmayapti. Shunday. Sezyapmiz-ku. Ha, chunki u shahardan tashqarida konferensiya zallari o'sha yerda, mehmonxonalar o'sha yerda, kundalik shahar hayotini bu nima qilmayapti. Mana shunisi juda yoqdi menga, to'g'risini aytsam. Keyin har kelganimda sog'inib kelaman, tabiiyki. Samarqand shahrini xuddi bir turistdek aylanaman, piyoda. O'zimni ba'zida turistdek ham his qilaman va tashqaridan nigoh tashlayman endi. Avval ichkaridan bo'lsa, hozir tashqaridan nigoh tashlayman. Servis sohasida o'zgarishlar bor. Avvalgiga nisbatan servis sohasi ancha yaxshilangan. Ingliz tilini biladi, hamma tijoratchilar sizga kofe, ichimliklar taklif qilishadi. Buni xohlagan sorti bor. Hatto Shohizinda Nekropolining ichida kichik do'konlarda ham o'sha sizga kofe taklif qilishadi. Ajoyib o'zgarishlar bor, lekin Registon maydonida o'tgan safar aylanganimda bundan 1 yillar oldin menda bir qandaydir xohish paydo bo'ldiki, mana shu yerda bir o'zgarishlar bo'lsa. Registonni bilasiz? Albatta. Registon siz uchun bu Samarqandning yuragi. Samarqandning yuragi, bu O'zbekistonning ramzi, meni nazarimda, vizit kartochkasi. Shunday. Shu Registonga borganimda turistlar havas bilan qarashyapti, rasmga tushyapti. Meni Germaniyadagi hamkasblarim ham O'zbekistondanman deganimda birinchi navbatda hammasini bitta chiroyli bino bor deb Registonni tasvirlashgan. Mana shunday Registon bizning markazimiz, lekin bu o'ng tomonda chiroyli chinorlar, oldida marojnoy xona bor, chap tomonda shoirlar bog'i bor. Mana shu yerda bitta byust, bitta haykal yetishmayapti meni nazarimda. Endi to'xtang, qiziq joy. Kimning haykali? U sal nariroqda bitta haykal bor. Bor. Siz yana Samarqand shahrini hokimi bo'lgan. Buxoroda otaliq lavozimida ishlagan. Mana shu Registon maydonini paydo bo'lishida bevosita hissasi bo'lgan Yalangto'sh Bey Bahodirni haykali, byusti bo'lishi kerak deb o'ylayman. Balkim byust emas, kattaroq. Balkim kattaroq. Nima uchun yo'q? Taklif berib ko'rish kerak balki.
adashmasam bu taklif berilgan, boshlangan tashabbuslar. Kamida 4-5 yildan beri Samarqand davlat universiteti professori Erkin aka Rabbimovich Musulmonov. Nimaga ular hech kimga aytmaydi? Musulmonov bu g'oya bilan chiqqanlar. Facebookda guruhlari bor, Turon Samarqand degan. Mana shu yerda Yalangtush Bahodir shaxsini ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilib ko'tarib chiqqan shu kishi o'zi boshida. Muhokama bo'lgan, takliflar bo'lgan, Samarqand viloyat hokimligi bilan suhbatlashgan va aynan adashmasam shu kishini ko'targan mavzulari tufayli shu e'tibor qaratilib film ham suratga olindi. Mana bu yaqindagi kinematografiya yaxshi film chiqqan. Film yaxshi, endi ba'zi bir e'tirozlarga avvalgi biz ko'rgan mana bu tarixiy filmlardan ko'ra action spets effekt deyiladi-da. Judayam o'sish bor deb o'yladim. Ssenariy masalasi boshqa narsa. Agar tarixiy nomuvofiqliklar bo'layotgan bo'lsa, lekin kinematografiyamizda o'sish bor. Shu film ko'rsatib turibdi-da. Oxirgi vaqtlar tarixiy shaxslarimiz haqida olinayotgan kinolar juda yaxshi olinyapti. Kompyuter grafikasidan foydalanishyapti. Juda yorqin olinyapti, yaxshi, lekin ma'lum bir g'oyaviy yoki tarixiy xatoliklar bor. Ssenariy ma'lum bir ma'noda sustroq ko'rinadi. Sizni fikringizcha qanday? Endi siz Germaniyada bo'lasiz, biz o'zimiz bu filmlarga o'rganib qolganmiz va biz uchun bu odatdagidek. Sizga qanday ko'rinadi bu filmlar? Bilasizmi, hozir filmni syujeti yoki olinishiga chuqurlashdan oldin men aytmoqchi bo'lgan katta plus bu mana shu filmni o'zi umuman olinganligi, mavjudligi. Chunki aytganimdek, Yalangtush Bahodir shaxsini bizda deyarli tanishmas edi. Vaholanki Registon maydonini hamma biladi, lekin uni bunyodkorini hech kim tanimasdi. Men o'zim ham Samarqand davlat universitetida talaba bo'lib yurganimda 1999-yil o'qishga kirganmiz. Kam o'tganmiz. Men Samarqand shahrini markazida, bulvarda o'qib turib, biz Yalangtush Bahodir haqida kam o'qiganmiz. Buning sababi nimada? Nimagadir shu shaxsga katta urg'u berilmagan. Lekin Yalangtush Bahodir meni fikrimcha e'tibor qaratishga loyiq inson. Umuman o'zi Samarqand shahri tarixida o'tgan buyuklar, hokimlar, podsholar desa, albatta ko'z oldimizga Amir Temur keladi. Haykallari bor. Bu to'g'ri ish. Mirzo Ulug'bek ko'z oldimizga keladi. Samarqandni ilm-fan markaziga aylantirgan shaxs. Haykallari bor, observatoriyasi mutlaqo to'g'ri. Lekin ba'zi bir shaxslar borki, tariximizda ular tilga olinmaydi va hech qanday bir ularga bir yodgorlik o'rnatilmagan. Ulardan biri masalan Qoraxoniy hukmdori Ibrohim Nasr ibn Tapqachxon, ismlari murakkabroq. To'g'ri, undan oldin ham bor. Mana Afrosiyob devoriy suratlarida Varhumanda tasviri bor, lekin u davr haqida yozma manbalar afsuski kam yetib kelgan. Biz tasvirini bilamiz. Afsonaviy yarim mifologik shaxs Afrosiyobni bilamiz. Afrosiyobni bilamiz, lekin mana yozma manbalar mavjud davrdan boshlab qaraydigan bo'lsak, Qoraxoniy hukmdorlar tilga olinishi kerak. Ayniqsa yuqorida tilga olganim. Chunki aynan u kishi davrida Samarqand shahrida ilk madrasa qurilgan. Bu haqda tarixiy manbalar bor. Ilk madrasa qurilgan, ilk shifoxona qurilgan va hozirgi kunda hammamiz biladigan Shohizinda nekropoli ansamblida ilk maqbara Qusam ibn Abbos, o'zi umuman O'zbekiston hududida yagona sahobaning qabri, payg'ambarimizning bevosita yaqin qarindoshlari bo'lgan kishi. U kishini qabrini ustiga qurilgan maqbara Qoraxoniylar davrida ilk bor qurilgan. Ungacha oddiy ziyoratgoh bo'lgan. Va keyinchalik Temuriylar davrida bilamiz, yana ham obodonlashtirib, yana ham qurilish ishlari davom etiladi. Lekin mana shu shaxs haqida ham ommaviy madaniyatda ma'lumot yo'q. Tarixchilarimiz biladi, tarix bilan jiddiy shug'ullangan kishilar bilishadi, lekin keng xalq ommasida mana shuni popularizatsiya qilish, aytaylik, ilmiy ommabop jurnallarda, kinolarda, badiiy asarlarda u kishi yo'q. 19-18-asr yevropalik sayohatchilarning asarlarini o'qiganman, nemis tilida, original. Mana shu yerda Samarqandga kelgan Andrey Mozer Registon maydoniga nisbatan Bahadur Plats atamasini ishlatgan. Nemis tilida. Bahadur Plats, ya'ni Samarqandda o'sha davrda 18-19-asrlarda Bahodir maydoni deb ham atashgan. Registon bu yoki xalq orasida Registon deyilmagan. Balkim yozma manbada Endi balkim keyinchalik nomi borgan sari unutilgan sari Registon ommaviylashib ketgandir. Lekin ma'lum bir muddat Bahodir maydoni deb atagan.
u kishini mana madrasani peshtoqida ham Odil hukmdor deb yozishgan. U kishi masalan nimani Buxoro xoni Imomquli xonning o'ng qo'li bo'lgan. O'sha xondan keyingi mavqei eng yuqori, eng kuchli shaxs bo'lgan. Umuman Buxoro amirligining qilichi bo'lgan. Har qanday tashqi yovlardan, jo'ng'orlar va boshqa nimalardan himoya qilgan shaxs. Ham bunyodkor, lekin mana endigina kelib mana shu film olindi. Endi filmda minuslari bor, lekin yagona katta plusi mani nazarimda bu umuman shu filmda olinganligi. Shu film orqali xalq tanidi. Qanday faxr tuyg'usi ham-da tarixga nisbatan. Shu yerda bir fikr bildirmoqchi edim. Fikr emas. E'tibor qilganim film suratga olindi, yaxshi. Men o'yladim birinchi mana bu Qozog'istonda yoki Qirg'izistonda yoki boshqa davlatlar munosabat bildiradimi deb birinchi munosabatni Rossiya tomonidan bildirildi. Men haligacha hayron qolaman. Bizning tariximiz to'g'ri ruslar tomonidan yozilgan. Boya nima uchun aynan shu masalaga bir to'xtalib kuzatib ko'rdim. Sovetlar davrida yoritilgan darslik kitoblarini tanishdim O'zbekistonda va Qozog'istonda. U yerda qahramonlar tarixiy shaxslar bo'lib berilgan. Masalan, O'zbekiston uchun shu tarixiy shaxslar o'rganish mumkin, tan olinish mumkin. Qozog'iston uchun bu shaxslar. O'sha yerda bir qiziq holat O'rbuloq jangi, Qozog'iston uchun tarixiy jang va u yerda Yalangto'sh Bahodir aynan Qozog'iston milliy qahramoni sifatida sovet darsligida bor. O'zbekistonda yo'q. Bu endi haligacha o'sha sovetlar davrida yaratilgan stereotiplar bugungacha amal qilib kelyaptimi shunda fanda yoki ma'lum bir mafkuraviy jarayonlarda bu jarayonlar o'zi o'zgarish kerak emasmi bugun? Juda to'g'ri ta'kidladingiz. O'sha jangda adashmasam qozoqlar tomonidan bor yo'g'i 600 ta askar qatnashgan va Buxoro xonligi, ya'ni Bahodir Yalangto'shbek qo'li ostida ba'zi manbalarda 20 ming, ba'zi manbalarda 60 ming. Ya'ni bu jang bevosita Buxoro amirligining jangi bo'lgan. Bu asosiy bu yerda Yalangto'shbek Bahodir asosiy kuch. Endi siz aytgan narsa bu bir tarixiy an'ana deymizmi, silka berish degan narsa bor. Bizlar har doim ilmiy ish maqola yozganda undan o'zimizdan oldingilarga murojaat qilamiz, silka beramiz va o'sha bitta ish ikkinchisini takrorlaydida o'sha bir yopiq doirani yorib chiqish masalasi juda qiyin. Yorib chiquvchilar juda kam. Mustaqil fikrlab, boshqa manbalarga yuzlanib, o'zidan oldingilarni silka berish nimasi bor. Siz bilan shu mavzuda kecha gaplashganimizda keyin yana bir hujjatlarni ko'rib chiqdim-da, u yerda biz hozir tarixda qilingan ishlarning asosiy qismida siz aytganda silka bersak, eng uzog'i Bartlgacha boryapmiz yoki Vyatkingacha. Va ulardan yana bu yoqqa qaytib kelyapmiz-da. Kamdan kam tarixchilar ulardan oldingi manbalarga, bizning ajdodlarimiz yaratib ketgan manbalarga murojaat qilyapti-da. To'g'ri, Bartl Markaziy Osiyo uchun juda katta meros yaratgan. Biz nimagacha haligacha aynan o'sha manbadan nariga o'ta olmayapmiz? O'zimiz yangisini yarata olmayapmiz yoki alternativini topa olmayapmiz. Aynan fan nuqtai nazaridan bunga qanday qaraysiz? Bu achchiq haqiqatni tan olishimiz kerak. O'rta asr manbalarini, o'sha fors, arab yoki chig'atoy tilida arab imlosida yozilgan manbalarni o'qishni bilmaymiz. Aksariyat men ham masalan o'qiy olmayman. Vaholanki tarix fakultetida o'qiganmiz. Eski o'zbek yozuvi bizga bir semestr dars o'tilgan, juda ham yuzaki o'tilgan. U darsdan keyin endi chuqur o'tmaganmiz-da. U darslardan keyin biz ozroq o'qiyman, to'g'ri haqiqatan o'qiy olaman, lekin manbalarni o'qib tarjima qiladigan darajada emas. Va menga o'xshagan tarixchilar juda ko'p. Haqiqiy men bilan ishlaydigan tarixchilar sanoqli. Ular sharqshunoslik institutida o'qiganlar bor. Endi men o'zi shunday sovet davrini yomonlashdan yiroq insonman. Sovet hukumatini juda plus tomonlarini ham ko'ra oladigan insonman-u, lekin o'sha aynan alifbo siyosatida bizni savodsiz qilib qo'yishganda ko'p marta o'zgarishlar qilishgan, bilasizlar. Oldin arab imlosidan lotin imlosiga. Bu sun'iy deb o'ylayman. Lotindan kirilga bu orada biz o'qiy olmaymiz, tan olishimiz kerak. Hozir yangi yaxshi mutaxassislar yetishtirishimiz kerak. Bu achchiq haqiqatni tan olgan holda. Keyin bu yerda davlat buyurtmasi ham bo'lishi kerak. Agar davlat buyurtmasi bo'lmasa, menimcha fanda yangilik qilish yoki nimadir yaratish bu qiyin bo'lsa kerak. So'nggi avlod o'sha tarixiy manbalar bilan yaxshi ishlagan insonlar bilamiz, Hamid Sulaymon, akademik Ibrohim Mo'minov, mana shu kishilar
dek insonlar hozir ham yetishib chiqsa, o'sha aytilgan muammolar balkim bartaraf bo'lardi. Yana bir masalaga so'ramoqchi edim. Boya haykal masalasini aytdingiz. Haykal masalasi qiyinmi? Haykal qo'yish qiyinmi biror tarixiy shaxsga? Juda jarayonlari juda ko'p bosqichli va murakkabmi? O'zbekiston Respublikasida juda ajoyib haykaltaroshlar bor. Men tanishman ko'pchiligi bilan, chunki san'atga ham qiziqaman, rassomchilikka, tasviriy san'atga. Lekin haykal o'rnatish masalasi, siz o'zingizni shaxsiy bog'ingizga, agarodingizga bir chiroyli haykal olib kelib o'rnatib qo'ysangiz muammo yo'q. Yoki qabristonda qabr toshlari o'rniga ham bir yodgorlik qo'yiladi. Lekin jamoaviy, ommaviy joydan shaharning bir qismiga haykal qo'yadigan bo'lsangiz, bu bevosita davlat yeri, bu yerda xohlagan odam xohlagan narsasini o'rnata olmaydi. Bu yerda bevosita o'sha eng yuqori nimalarda, instansiyalarda hal qilinadigan masala. Chunki ideologiya, mafkura bu juda jiddiy masala. Buni to'g'ri tushirish kerak. Agar ruxsat berib qo'ysa, har kim masalan o'zini otasiga, bobosiga olib borib haykal qo'ydirib qo'yaverardi, agar bu oson masala bo'lsa, to'g'rimi? Ha, ayniqsa menga o'xshagan o'zi parastlar. Lekin shu joyda bir aniqmoqchiman. Yevropada shu an'ana bo'lganligi uchun ham bugun ular faxrlanib muzeyda haykallari ko'pda. Masalan, hozir biz kimga qo'yadigan bo'lsak ham balki 50 yildan keyin, 100 yildan keyin u qanaqadir muzeyda saqlanadigan bir buyum bo'ladi. Bu ham bitta eksponat bo'lardi, bu ham boylik bo'lardi. Masalan, deyarli bizning muzeylarimizda haykallar yo'q. Bizgacha yetib kelishmagan. Bu to'g'ri qadriyatlarimiz, an'analarimiz. Biz hozir to'g'ri istalgan odamga qo'yish balki xatodir, lekin 100 yildan keyin u haykalning qiymati oshib ketadi-da. Madaniy meros? Madaniy merosga aylanadi. Yevropada qo'yilgan bugungi kundagi muzeydagi haykallarning asosiy qismi kimdir otasiga qo'ygan, kimdir o'zi uchun qo'ygan, kimdir kim uchundir qo'ygan. Bugun ular faxrlanib o'shani muzeyda ko'rsatishyapti. Men bir narsani aytib bermoqchiman. Men Marburg shahrida, Germaniyada istiqomat qilaman. Mana shu joyda har bir hudud o'zini jamoatchilik o'zlari hal qilishadi. Munitsipalitet. Mana shu Marburg shahrining aholisi o'zlari o'sha shahrida faxriy bo'lgan bir kishiga o'zlari qaror qilib, hech qay Bundestagdan, Angela Merkeldan ular so'ramaydi, ular Berlindan so'ramaydi. O'sha yerda jamoatchiligi hal qildimi, qo'yishadi. Marburg shahrida to mana bu общественный transport yaxshi rivojlanishiga qadar bir inson bo'lgan, o'zini aravachasida shahar nimasidan, vokzalidan, o'sha poyezd bilan kelishgan, o'sha yerdan to shaharning markazi, diqqatga sazovor joylarigacha aravachasida odamlarni nimasini, chemodanini tashigan va ayni damda gidlik qilgan. Marburg shahri tarixi haqida aytib bergan. O'sha odam qariganicha to 1970-yillargacha qilgan ekan shu ishni. Mana shu odam Marburgda faxriy insoni deb ularga haykal qo'yishdi. Bizda bu narsa, bunday praktika yo'q. Bizda aytganimdek bu yuqoridan hal qilinadi. Masalan, Rauf Parfi, O'zbekiston xalq shoiri, u kishiga haykal, yodgorlik o'rnatilmagan edi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra. O'zbekiston xalq shoiri 1999-yilda olgan. To'g'ri, uni qandaydir g'oyaviy, mafkuraviy biroz ziddiy qarashlari bo'lgan. 90-yillarda to'g'ri bo'lmagan qarashlari ham bo'lgandir. Endi hozir bu yerda gap to'g'ri-noto'g'rilikda emas. U kishi lekin hech qanday jinoyat amalga oshirmagan rasman. U kishini mana shu unvonidan hech kim mahrum qilmagan. Qandaydir norasmiy qora ro'yxat da bo'lgan ma'lum bir muddat, lekin bu ham o'zgartirildi. 2 yil oldin adashmasam 80 yilligi munosabati bilan o'sha respublika hukumati qarori bilan yubiley keng nishonlandi va ilk bor O'zbekiston tarixida ilk bor jamoatchilik tomonidan haykal o'rnatildi, byust. Bu ishga o'zim qisman aralashib qolganman. Germaniyadan turib men mana shu byustni, Rauf Parfiga qo'yilish byustiga mablag' terilgan. Bu nima? Xayriyadek, kim istasa ko'ngildan chiqarib, kimdir 50 ming, kimdir 100 ming qo'shib, mana shunday qo'yilgan. Bu O'zbekistonda ilk bor xalqni o'zi o'z sevimli shoiriga o'rnatgan haykal bo'ldi desak ham bo'ladi. Endi haykal emas, byust. Donatlar hisobiga o'rnatilgan. Bu byustni biz keyin Toshkentdagi san'at muzeyiga, tarix va san'at muzeyiga taqdim qilgan edik 2024-yil mart oyida. Shuning uchun qiyin, murakkab, haqiqatdan ozroq to'siqlar, qiyinchiliklar ham bo'lgan, lekin amalga oshirsa bo'ladigan ish. Men shu Samarqand shahrida tarixida muhim rol o'ynagan Yalangtosh Bahodirni haykalini Registon maydoni yaqinida bo'lishini juda istardim. Bu odam menimcha bunga arziydi. Mafkuraviy nimasi ham bor, mafkuraviy ahamiyati ham bor, chunki
bilasizlar, bu o'zimizda shahar juda internatsional, juda do'stona. Men masalan shuncha yil Samarqand shahrida yashab, men guvohi bo'lmaganman qandaydir millatchilik, ziddiyat masalalari, lekin tashqaridan turib qanaqadir bir yot g'oyalar, qanaqadir keraksiz separatistik millatchilik g'oyalarini singdiruvchilar bor, trollar bor. Trollar bor, tashqaridan yozadi, Samarqand Tojikistonga tegishli bo'lishi kerak. Mana shu yerda bir munosib javob. Mana Samarqand shahrini hokimi, bunyodkorchilik ishlarini amalga oshirgan, Samarqandni barpo qilgan shaxs Bahodir Yalangtush o'zbekning olchin urug'idan. Bu tarixiy juda ajoyib javob bo'lardi men nazarimda. Samarqandni farzandida u. Endi aniq tug'ilish joyi aytilmaydi, Buxoro xonligi deyiladi, lekin adashmasam mana shu Miyonqol orolida o'tgan uni bolaligi. Miyonqol oroli hozirda mavjud emas. Bu tarixiy ma'muriy единица sifatida qisman Oqdaryoga, qisman Ishtixonga qarovchi Qora daryo va Oq daryolarning oralig'idagi bir so'lim joy. Mana shu yerda uni yoshligi o'tgan, hatto qabri ham o'sha yerda. Adashmasam. Hozir qadri Maxtuma Azam o'sha majmuasida, ziyoratgohida majmuasida o'sha pirini oyoq tomoniga qo'yilgan. Men borib ko'rganman. O'sha yoqqa qo'yilgan. Endi o'zlarining vasiyatlariga ko'ra. Bu yerda yana qiziq, xuddi ta'kidladingiz, juda qiziq holat. O'sha Registonni hamma biladi. Hamma samarqandlik Registonni biladi, faxrlanadi. Butun dunyo Samarqand deganda Registonni biladi. Lekin samarqandliklarning asosiy qismi o'sha Yalangtush Bahodir bey haqida hech narsa bilmaydi. Shunday. Aynan u kishi tomonidan bunyod etilganligi, boshqa bilmaydi. Bunda ma'lum bir ma'noda tarixchi, tadqiqotchilarning aybi bormi, yo'qmi? Biz, ya'ni tarixchilar biladi, lekin o'shani ma'lum bir ma'noda ommaviylashtirmaydi. Men ko'p ustozlar bilan suhbatda bo'lamizda, savol beramiz. Olim fanni ommalashtirish kerakmi, kerak emasmi? Ko'pchilik aytadi, yo'q. Men uchun faqat fan bilan shug'ullanish ommalashtirish emas. Agar bunda biz qanday qilib o'zimizni tariximiz yoki shunday fanni qanday qilib boshqalarga o'rgatamiz? O'zi bu qiziq holat. Endi podkastimizga ham sababchi bo'lgan asosiy sabab bu. O'sha qiziqchilarning bir guruhi bor. Guruhida kichkinagina bitta Hajif ketgan, u yerda aytgan. Biz O'zbekistonda olimlar borligini faqatgina o'lgandan keyin, gazetada chiqqandan keyin bilyapmiz. Ungacha biz O'zbekistonda olim borligini bilmas edik deb qisqagina aytib ketilganda. Shunda to'g'risi rosa o'ylaganman, nahot shunday olimlarni hech kim bilmaydimi? Umumiy olib qarasak shunday, bilmaydi. Aslida olimlarni tanitish, ommalashtirish, ularning ishlarini olib chiqish bugungi kunda texnologik sharoitda, bugungi biz ijtimoiy tarmoqlar davrida yashayotgan davrimizda kerakmi, kerak emasmi? Yuqorida bir yaxshi bir jumlani ishlatdingiz, aybdor kim degan masala. Kim bu yerda aybdor? Men nazdimda Yalangtush Bahodirni tanimagan xalq ham aybdor emas, yoritmagan yoki kam yoritgan tarixchilar ham aybdor emas, oraliqdagi zvino jurnalistlar aybdor. Meni kechirsin jurnalistlar, lekin ilmiy tilda yoziladigan maqolalarni tushunish juda qiyin. Bu o'sha sovet davridan qolib ketgan an'ana bor. Akademik tilda qush tili deyishadi, ptichiy язык deydi. U murakkab terminlar, uni gazeta, jurnalga shundayligicha chiqarsa xalq tushunmaydi. Uni o'rtadagi zvino jurnalistlar soddalashtirib, ommabop qilib ular chiqarish kerak, yoritish kerak deb o'ylayman. Masalan, Germaniyada jurnalistika fakultetlari deyarli yo'q. Buni jamoatchilik o'zi bajaradi. Yo'q, jamoatchilik o'zi emas. Har bir sohani o'zini chiqqan mutaxassisi keyinchalik media yo'lini tanlaydi. Biologiya fakultetida bakalavrda o'qiydi, magistraturaga, mediaga, jurnalistikaga boradi. Ular keyin o'zlari nauch bo'lib qilishadi. Shunday. Standartlar yo'q. Yo'q. Chunki bizda jurnalistika fakultetida talabalar nimani o'qiydi? Ona tili, adabiyotni, imloni o'qiydi, filologiyani o'qiydi. Ular iqtisod sohasi bo'yicha, politika bo'yicha, tarix yoki aniq fanlar bo'yicha ma'lumot berilmaydi ularga. Ular o'zlari ham tushunmaydi. Endi shuning uchun ham uzr, shoirda ular. Ular chiroyli qalam tebratadi, lekin masalan Germaniyada men taniyman, xo'jayinimning ham nimalari, hamkasblari bor edi. U ilmiy tadqiqotda biologiya, genetika sohasida ko'pgina ishladida, keyin aytdiki, men dedi ko'proq mana shu media qiziqtiradi. Men shu jurnalistika sohasi bo'ylab dars ketmoqchiman deb magistraturani shu yo'nalishda tanladi va keyinchalik mana Cell, Natural Geographic kabi jurnallar bilan nima qiladi. U o'zi shaxsan biolog bo'lgani uchun bakalavrda mana shu ilmiy maqolalarni tushunadi va media sohasiga qiziqqani uchun ularni soddalashtirib xalqqa uzatadi.
yaxshi amaliyotdan bu yana o'tgan ham ekanda, balkim shunaqa narsalarni qo'llash bizda kerak. masala mana Xushnudbekka o'xshagan ham yurist ham jurnalist bo'lgan kishilar kerak. Ha. Ham iqtisodchi ham jurnalist bo'lgan kishilar kerak. ham tarixchi ham jurnalist. Aynan. Chunki hamma faqatgina tarix ilmi bilan yoki tarix pedagogika bilan shug'ullanmasligi kerak. Tarix sohasida o'qigandan keyin ba'zi ma'lumotlarni, birlamchi ma'lumotlarni olgandan keyin media sohasiga yo'naltirilsa, mana shu qatlam shakllansa, savolingizga javob topilardi deb o'ylayman. Xuddi bu boyagi filolog aka ham ancha jamoatchilik ichiga yaqinlashtirdi-ku o'zini sohasini. Eldor Asanov. Da, masalan. Ha. Umuman kimlardir uzoq qanday qorong'u dunyoni ochgandayda shunaqa odamlar, to'g'ri? Tan olishimiz kerak, o'sha Eldor Asanov birinchilardan bo'lib fanni ommalashtirishni aynan boshlab berdi deya olmayman-u, lekin ancha shu sohani rivojlantirdi. U kishidan keyin o'zi boshqalar ham kirib keldi, Ixtiyor Asanovlar yoki boshqalar. Bugungi kunda endi bizda ham rivojlanyapti. Bahodir Yalangto'sh siymosi haqida olingan filmni ma'lum bir ma'noda muhokama qilsak. Ha. Filmdan ozroq kadrlar olganman. O'zim ma'lum bir ma'noda e'tibor jalb qilishi mumkin bo'lgan deb hisoblagan. Ahli Samarqand. Biz lashkarlarimiz ila Jung'or jangchilarini Movarounnahr yerlaridan uloqtirib tashladik. Yurt osoyishtaligi uchun jonimizni da ayamadik. G'anim yengildi. Ko'nglimiz tinchlanib, yurtga qaytar bo'ldik. Ammo bu voqealarni ko'rib anglamoqdamizki, tashqi dushmandan ko'ra ichimizdagi g'animlar xatarliroq ekan. Bu yerda asosiy menda mafkura bo'yicha men o'qiganman, balki yaxshi o'qimagandirman. Bu yerda tarixiy shaxslarimizni ochib berishda, bizni ma'lum bir ma'noda qoloqlik botqoqga tushib qolishimizda bizning tarixlarimiz, mafkuraviy joylarimiz shu narsa bor, stereotiplar, ichimizdan chiqqan dushmanlarni ayblash. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? To'g'ri, sotqinliklar bo'lgan, darvozani ochib berishlar bo'lgan, to'g'ri, hammasi bo'lgan, lekin biz u davrda yashamaganmiz va ularni mana shu narsaga undovchi kuch nima ekanligini bilmaymiz. Balki o'sha odamlar shu faoliyatni balki to'g'ri deb hisoblagandir. Ya'ni biz o'sha davrda yashamasdan turib, bugungi kun nuqtai nazaridan u odamlarni, ya'ni ichki dushman sifatida tanqid qilish qanchalik to'g'ri deb hisoblaysiz? Murakkab savol. O'zi tarix sifatida o'rganish kerak. Ma'lum ma'noda baho berish kerak, lekin shaxslarga baho berish juda yiroq narsa. O'shandan qochishga harakat qilaman. Chunki biz u sharoitda yashamaymiz, biz ular bosib o'tgan yo'lni bosib o'tmaganmiz, umuman tasavvurimiz ham yo'q, lekin ko'pincha ayblaymiz. Mana deymiz, mana bu odam sovet mafkurasiga xizmat qilgan, Abdulla Qodiriyni ustidan yozgan ekan, xoin deymiz. Men aytaman, ba'zida bu sovet mafkurasiga xizmat qilishi uni yagona bilgan narsasidir. U tug'ilganida allaqachon sovet hukumati o'rnatib bo'lgan bo'lsa, bu uning tanlovi emas. U uning tanlovi emas. U o'sha davrda yashaydi, o'sha vatanim deb biladi, undan boshqa narsani tanimaydi. Yoki mana Turkiston legioni masalasida ham juda ham ziddiyatli masala. Ikkinchi jahon urushi vaqtida Turkiston legioni. U yerda ham ayblov nimalar bor. U yerda ham hammasini bitta nima qilib baho berishadi. Yoshi kattalari bor, g'oyaviy rahbarlari bor, yosh askarlar bor. Ularni yagona baho berib bo'lmaydi. Yoshgina askar, u mutlaqo g'oyaviy o'sha nimalardan xabari yo'q, u shunchaki o'lmoqchi emas, u tirik qolmoqchi, o'tib ketyapti. Qanaqadir g'oyaviy rahbarlar bor, Boymirza Hayit, ular yoshi kattaroq, ular oldingi avlod vakillari, ular o'sha inqilobdan oldingi davrda ham ozroq bilishadi. Mustafa Cho'qayev, Boymirza Hayit. Ularda g'oyaviy narsa bor va ular masalan nima qilayotganini bilishadi. Ular Gitler hukumati nima ishlar qilayotganidan ham xabardor. Qandaydir mas'uliyat ularda bo'ynida bor, g'oyaviy mas'uliyat. Chunki nima ishlar bo'layotganidan xabardor. Mana bu yoshgina askarlar, ular umuman xabardor emas. O'sha yahudiylar bilan o'sha konsentratsiya lagerlarida nima bo'layapti, ulardan ham xabardor bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun baho berishda, ayblashdan qochish kerak. Shunday. Tarix sifatida neytral turib o'rganish kerak deb o'ylayman. Tarixga hissiyot bilan qaraydigan bo'lsak, u tarix bo'lmay qoladi. Shu uchun bu yerda siz so'ramoqchi bo'lgan narsam, balki ularni bugungi kun nuqtai nazaridan ayblash filmlarda, asarlarda balki xatodir, balki buni shunchaki tarixiy jarayon sifatida ko'rib ketish kerakdir.
ya'ni nima ularni shu narsaga sababchi qildi, boshqa narsa bo'ldi. Yaqinda bizda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda sal bir narsa bo'lsa biznikilar aktiv bo'lib qolishadi-yu. Mana bu yaqinda shu holat bo'ldi. Men birinchi tomonda juda qarshiman va noto'g'ri deb hisoblaydigan holatim, masalan, G'afur G'ulom va Hamid Olimjonni Abdulla Qodiriyni o'shaga qarshi ko'rsatma berganlikda ayblashdi. Ko'pchilik munosabat bildirishdi-da. Men endi shu nuqtai nazarda aytmoqchiman, biz u davrda yashamaganmiz. Biz u davrni bilmasdan turib qanday qilib ularni ayblashimiz mumkin? Balki to'g'ri rostdan qo'l qo'ygandir. Balki shundaydir. Lekin biz hozir bizdan shunchaki ishimizni olib qo'ymaslik uchun biz yolg'on gapiryapmiz-ku. Shunchaki hozir ular tirik qolishni maqsad qilishgan. Ularning maqsadi tirik qolish. Hozir odam shunchaki biz arzimagan narsa uchun yolg'on gapiryapmiz. Men o'ylayman, o'sha Abdulla Qodiriy yoki Cho'lpon ketishini oldindan bilgan, ular kutgan, hattoki xotiralarda ham bor. Siz buni ham lekin bilmaysiz, Men kutgan deb o'ylayman. Nima uchun uni bilmayman deyapsizmi? Buni ham bilmayman deng. Xo'p, mayli bilmayman. Bunisiga ishonyapsiz. Va o'ylaymanki, o'sha shogirdlariga vasiyat qilgan bo'lishi mumkin. Agar biz ketadigan bo'lsak, kimdir ishimizni davom ettirish kerak. Nima qilib bo'lsa ham tirik qolinglar. Agar hamma ziyoli qatlam ma'lum bir ma'noda qatag'on qilinadigan bo'lsa, keyingi avlodni tarbiyalovchi shaxslar bo'lmaydi. Balki shu ma'noda ular rozi bo'lgandir. Balki shunchaki tirik qolish uchun rozi bo'lgandir. Lekin bugun ularni biz sud qilishimiz bu xato deb hisoblayman. Abdulla Qahhor masalasida ham eshitdingizmi? Ha. Abdulla Qahhorga ham tosh otila boshladi, heyt qilina boshladi. Men buni tashqi ta'sirlar hisobidan deb hisoblayman. O'sha sizni fikringizga qo'shilaman. Men yaqinda bir yaqin kishim bilan, tanishim bilan ijtimoiy tarmoqlarda shu mavzuda bahslashib qoldik biz. Abdulla Qahhor shaxsi haqida. U kishi o'sha ayta boshladilar, yo'q, u yomon bo'lgan, u chekistlarga xizmat qilgan. Hikoyani o'qigan ekan, Xurshid Do'stmuhammadni Qahr degan hikoyasini, o'sha yerda Abdulla Qahhorni juda ham salbiy personaj sifatida berilgan ekan. O'sha joyda meni yagona argumentim shund bo'ldiki, ko'p bahslashib o'tirmadim, aytdimki, o'ylaysizmi, tanishimga aytdimda, siz o'ylaysizki, agar Abdulla Qahhor yoki G'afur G'ulom yoki Hamid Olimjon qo'l qo'ymaganida ular tirik qolarmidi? Shunday. Siz o'ylaysizki, ularni o'limini hal qilgan bo'larmidi? Agar bizni o'zimizni ichki kuchlar, aytaylik, o'sha yozuvchilar Cho'lponni yoki Abdulla Qodiriyni taqdirini hal qilganida, bu voqea faqat bizda bo'lardi, lekin qatag'on 37-yil butun Sovet hukumati bo'ylab Ozarbayjonda ham bo'lgan, Qozog'istonda ham bo'lgan. U markazlashgan bo'lgan. U narsani bo'lishi muqarrar edi. Bu bizda shaxsan hech qanday rol o'ynamas edi. Beriya yoki Stalinni oldida biz yozuvchilar kim edi? Lekin baribir bu hozirchami maxfiy sanalayotgan hisoblangan o'sha hujjatlar ham ochilishi vaqti kelmadi. Men hech qancha ayblayotgan odamlar to'g'ri deyapti demoqchi emasman. Tarixiy haqiqat uchun ham baribir ochilishi kerak-ku. Shuni uzr, tarixchi olimlar bilan gaplashganimda, nima uchun shunaqa bo'lyapti deganimda, ular aytishdiki, o'sha otganlarning farzandlari hozir ham tirik. Yo'q, ularning farzandi abadiy davom etadi, avlodlari. Yo'q, ular ma'lum bir ma'noda bu narsaga qarshi va davlat ham aynan ma'lum bir voqealar o'tib ketdi. Hozirni ochadigan bo'lsak, yana nimadirlar gap so'z bo'ladi. Hozircha yo'q. Farzandlar otalarini ishlari uchun javob bermasligi kerak. Ota-ona qaysidir ma'noda mas'ul farzandi uchun, chunki tarbiya beryapti, lekin farzandlar o'zini ota-onasi uchun javob berishlari noto'g'ri deb hisoblayman. Endi vaqt ko'rsatadi. Adashmasam bu sohada Bahrom Mirzayev, tarixchi Bahrom Mirzayev ko'p ishlar qilyapti. Arxiv hujjatlarini ochish bo'yicha. Mayli, arxiv hujjatlari ochilsin, o'rganilsin, tarixiy haqiqat bayon etilsin. Lekin qanaqadir yumaloq xatga o'xshab qolganda o'sha hikoya. Bir mahzaba ag'darishday. U yerda bir faktlar kam berilganda shaxsga tosh otish. Masalan, hattoki yozuvchilik qobiliyatiga ham tosh otilganda Abdulla Qahhorni miyaga zo'r berib, o'zini majburlab, aqliy salohiyat bilan hikoyalar yozgandi, lekin yozuvchilik talanti kam deyilyapti. Endi bu umuman asossiz deb o'ylayman. Istalgan Abdulla Qahhorning o'sha maktab darsigidagi darajasidagi bironta o'zini olsangiz ham qanchalik ta'sirchanda. Shu o'g'ri, anor, boshqa bemor. Qisqagina mana qator matnda qancha narsa, endi yo bunchalik bu ham noxolislik. Bu ma'lum Endi bu yaqin davr. Bu biz ko'rayotgan bu 17-asr Yalang'och Bahodir hamma manbalarda buyuk sarkarda
himoyachi deb bergan. U nafaqat Buxoro xonligini, atrofdagi qo'shnilarni ham himoya qilib bergan. Masalan, o'sha bekorga qozoqlarning miflariga xalq qahramoni sifatida ulug'lanmaganda, chunki qozoqlarni jung'orlardan himoya qilgan shaxs. Shuning uchun ham xalq og'zaki ijodiga kirib ketgan. O'zi qozoqmi, o'zbekmi degan ular haligacha hamma ko'rpani o'ziga tortadi mana shu joyda. Bu joyda tan olishimiz kerak, ma'lum bir ma'noda sovetlar yaratib ketgan meros. Biz haligacha tarixiy shaxslarni, tarixiy voqealarni, tarixiy jarayonlarni bir-birimiz bilan talashib o'tiribmiz. Aslida talashadigan talashish emas, aslida o'sha narsani hammamiz tan olishimiz kerak, bir-birimizniki ekanligini va rivojlantirishimiz kerak. Biz bu yerda talashib o'tirgan vaqtimiz u narsalar buzilib ketyapti-da. Yana shu joyda so'ramoqchi edim. Nemis bilan fransuzlar ham shunaqaroq, ha? Nemislar bilan fransuzlar o'rtasida azaliy ziddiyatlar bor. Ko'p yillik urushlar bor. Ayniqsa Elzas-Lotaringiya hududlari, o'sha Saar hududlari, o'sha konlar bor. O'sha hudud bo'yicha juda ko'p talashlar avvaldan bor. Lekin fransuzlar o'zini madaniyatini baribir yuqoriroq qo'yadi. Nemislar biroz sarkazm bilan qaraydi. Demak, biz qo'shnilarimizdan xafa bo'lishimiz kerak emas. Bu hamma joyda shunaqa. Hamma joyda shunaqa. Lekin men mana shu birinchi mavzu ko'tarilganida Yalangtosh Bebahodir qozoq bo'lganmi, Qozog'iston qahramonimi yo O'zbekistonnimi degan mavzular ko'tarilganda men har doim ustozlarimga murojaat qilaman. O'zim tarix sohasidan biroz chekinganman. Ustozim Malikov Azim Mannonovich men bilgan, tanigan, hurmat qilgan eng kuchli tarixchilardan biri. Hozirgi kunda Chexiyada Olomouc universitetida dotsent vazifasida ishlayaptilar. Shu kishidan so'radim, ustoz mana shunaqa deyishyapti, nima deysiz deb. Keyin aytgandilar, bu narsani ildizi 70-yillarga borib taqaladi. 70-yillarda Qozog'istonlik sayyoh mehmon Registonga keladi. Registonda aylanganida o'sha yerda bir tablichkada yozilgan turibdi, Sherdor Yalangtosh Bebahodir tomonidan bunyod etilgan degan kichik bir tablichkaga ko'zi tushadi-da, bizni xalq og'zaki ijodimizda, mifologiyamizdagi Jalangtos shumi? Jalangtos Samarqandda nima qilgan ekan? Samarqandda bu yerda barpo etgan ekan deb Qozog'istonga qaytib ketayotganidan keyin bir maqola yozadi. Bu haqda maqola yozadi va gazetaga joylashtiradi. Va eng qizig'i, bu odam tarixchi bo'lmagan, bu odam shifokor bo'lgan. Dentist, adashmasam tish doktori bo'lgan. Lekin keyinchalik 90-yillar, 2000 boshlarida Qozog'istonda g'oya sifatida o'sha milliy identifikatsiya g'oyasi bo'ldi. Shonli tarix yaratishga juda zo'r berdi ular. Ular bu sohada bizdan ancha ilgarilab ketgan, shonli tarix yaratish bo'yicha. Va o'sha yerda ko'p keyin tarixiy ilmiy ishlar yozila boshladida, ссылка sifatida har safar o'sha maqolaga ketadi. Dentistga. Ilmiy asosi bo'lmagan bir maqolaga, sayyohning maqolasiga beradi ссылканы. Keyin mana shu narsani ustozim tushuntirib bergandilar. Bizda Adashmasam Fanlar akademiyasi qoshidagi tarix instituti rasman xat yozib javob bergan va ilmiy doiralarda bu bahsga yakun qo'yilgan. Ilmiy Qozog'istonda ilmiy doirasida bilishadi. Bahodir Yalangtosh Buxoro xonligini, jumladan Samarqandning farzandi ekanligini bilishadi, lekin divanli analitiklar, ijtimoiy tarmoqdagi faollar, qozoqlar ular hali hamon shu mavzuni ko'tarib kelishyapti. Ahli Samarqand, tinchlaning. Ahli Samarqand, quloq tuting. Me'mor Abdujabborning bu ishda sirayam aybi yo'q. Yangi qurilayotgan madrasamizning peshtoqiga chizdirilayotgan suratning asl muallifi men ekanligim bor gap. Bu yerda ko'rganimizdek o'sha Yalangtosh Bahodir Beyni o'g'li, ya'ni Boybek, bu aynan o'sha ramzning, ya'ni nizoga sababchi bo'lgan ramzning muallifi sifatida filmda keltirilgan. Ma'lum bir ma'noda balki Yalangtosh tarixda shunday bo'lgandir, endi buni chuqur o'rganib ko'rmaganman. Endi aynan masala bu yerdagi tasvir. Bu yerdagi tasvirda biz Sherdor madrasasi deb ataymiz, aslida tasvirda sher emas, yo'lbars tasviri va u yerdagi o'sha tasvirlangan holat, ya'ni sher, yo'lbars oxugini oq qilayotgan holati. Aynan mana shu ramzda qanaqadir ma'no bormi? Aynan nima uchun shu tasvir tushirilgan? Juda ham qiziqarli mavzu.
bir tadqiqotga arziydigan, katta tadqiqotga arziydigan mavzu. Men bu mavzu bilan bilasizmi qachon shug'ullanganman? 9-sinfligimda o'lkashunoslik bo'yicha bir tanlovlar, olimpiadalar bo'lardi. O'shanda ishtirok etganman. Tarix o'qituvchim To'raxonov edilar ismlari. U kishi menga o'lkashunoslikda o'sha Maxduma Azam Dahbediyni maqbarasi o'sha joyda mavzu qilib bergandilar. Referat tayyorlaganman. O'shanda ilk bor men tanishganman Bahodir Yalangtush ismi bilan, Maxduma Azam Dahbediy Kosoniy ismlari bilan. O'shanda 9-sinfligimda tanishganman va bir badiiy kitob ham o'qiganman. Bu meni ilk tanishuvim bo'lgan. Keyinchalik tarix fakultetida yana Yalangtush Bahodir shaxsi haqida, bu tarix, me'morchilik tarixi haqida o'qiganman. Versiya talqinlar juda ko'p. Masalan, bir o'rta asrlar manbasida beriladiki, Samarqand shahri qurilayotganida tog'lardan bir palang tushadi deydi, qoplon. Tushib keladi deydi va shahar atrofini aylanadi, devorlarni va o'z roziligini beradi. Ya'ni oq fotihasini berganday. Hukumat ramzi, shunaqa bir afsona bor. Shundan buyon Samarqandning ramzi sher bo'lgan deb. Endi sher deganda mushuksumonlar oilasida va nimasi manbalarda uchrashi har xil. Palang deydi, qoplon deydi, arslon deydi, sher. Endi u davrda botanika, zoologiya fanida bir ma'lum bir ilmiy turkumlashtirish bo'lmagan, mustahkam bir termin belgilanmagan deb o'ylayman. Har bitta hududni ham o'ziga yarasha shivasi bor. Ifodalash usuli. Bu bitta taxmin. Hurmatli tarixchi Komilxon Kattayevning taxmini bor. U yerda bevosita o'sha vaqt bilan, oylar bilan belgilaydi. Yil hisobini. Abjad hisobi degan tushuncha bor. Asad oyida qurilish boshlangan. Shuning uchun sher, kiyik, oxu bu o'sha nima, boshqa bir burch nimasi bahorda tugallangan deb shunaqa bir talqinlar beriladi. Lekin bu fikrdan men biroz yiroqman. Chunki agar haqiqatdan Asadga urg'u berilgan bo'lsa, Asad bu sher, haqiqatdan sher tasviri bo'lardi. Filmda ham shu haqida aytilgan, ya'ni bu davomida aytilgan bu sher tasviri oyning nomi, shu oyga mo'ljallab biz o'qiganmiz deb aytilgan filmda. Vaholanki u yerda sher emas, u yerda yo'lbars tasvirlangan. Yo'lbars. Yana bir badiiy talqin bor. Shu Iqlima Bonu, Yalangtush Bahodirning qizi, Yalangtush Bahodirning o'g'li boshchilik qiladi, lekin bevaqt vafot etadi tarixiy manbalarda va ayrim fikrlarga ko'ra uni o'g'li vafot etganidan so'ng otasi janglarda bo'lganida aynan Iqlima Bonu boshchilik qilgan va me'mor o'rtasida muhabbat afsonasi bor. Bunday muhabbat afsonasini biz Bibi xonim nimasida ham eshitganmiz. Bu yerda ham Abdujabbor me'mor Iqlima Bonuni sevib qoladi. Iqlima Bonuni lekin boshqa bir kishiga uzatishayotgan bo'ladi. Ashtarxoniylar sulolasidan bo'lgan bir kishiga va shu xabarni u qanday yetkazishni bilmay, maktub yozmaydida, kashtachilik san'atidan foydalangan holda mana shu tasvirni tikadi ro'molchaga. Va me'morga jo'natadi ro'molcha. Xayrlashuv sovg'asi sifatida me'mor buni ramzlarini расшифровка qiladi. Men bir ojizman, otamni hukmdorning qo'lida, bu yerda yo'lbars hukmdor, oxu bu ojiza bo'lgan Iqlima Bonu va o'sha otamni nimasiga qarshi, rayiga qarshi chiqa olmayman, men turmushga chiqib ketyapman degan bir badiiy, kichik bir badiiy kitob bor. Yaxshi detektivga u tortadi. Juda qiziq ma'lumot, fakt bo'ladi. To'g'ri, balki ma'lum bir ilmiy asoslanmagandir, lekin bir qanaqadir juda ham yaxshi fakt. Shunday bir badiiy nimani o'qigandim, u ham yosh edim, hozir ismlarini eslolmayapman, lekin Samarqand Urgutidan adashmasam bu yozuvchi, bu monografiya nimani, hikoyani yozgan kishi. Keyin lekin men shaxsan o'zimda ham fikrim bor bu masalada. O'zi sher hamisha davlat ramzi bo'lgan. Bu Eronda ham sheri kishvar degan tushuncha bor. Sosoniylarda ham ramzi bo'lgan, xuddi shunday qilich ushlagan sher. Yevropada ham bor. Eronda bor bu narsa. Endi biz bilamizki, aksariyat me'morlar Erondan keltirilgan bo'lgan. Ismlari ham yozib qo'yilgan. Ular me'morlar Erondan keltirilgan bo'lgan, ma'lum bir an'analar ularda shakllangan, ma'lum bir tasvirlar, o'sha miniatyura san'ati ham hammasi bir-biridan ko'chiradi, qolib qilib. Ular Shia mazhabiga mansub bo'lgan. Shia mazhabida hayvonlarni chizish taqiqlanmaydi. Shuning uchun ular bemalol chizgan. Men bu yerda hukmdorni aynan buyrug'i bilan mana shu tasvir tushirilgan deb o'ylamayman. Hukmdor ijodiy erkinlikni bergan. Mablag'ni bergan,
bu yerda ijodiy erkinlik bo'lgandan keyin me'mor o'zi xohlagan nimani yaratgan. Davlat ramzini sifatida she'rda agar chizsa, bu yerda xuddi Eronni simfolikasini ko'chirgandek bo'lardi. Agar she'r va quyosh bo'lganida xuddi biz Buxoro xonligi Sosoniylarga qaramday bo'lardi. Masalan, siyosiy masala. Bir mustaqil davlat ikkinchi bir mustaqil davlatni ramzini o'ziga olib kelib qo'ymaydi-ku, u xuddi vassallikni bildiradi. Shuning uchun bu yerda she'r o'rniga yo'lbars qo'yilgan deb o'ylayman. Ya'ni aynan takrorlanmasligi uchun. Erondagi simbolika. Endi nom masalasida u yerda yo'lbars tasvirlangan bo'lsa-da, lekin she'rdor. Bu yerda endi yo'lbarsdor, arslondordan ko'ra she'rdor menimcha fonetik nuqtai nazardan xalq orasida. Balki xalq shunday nomlashni xohlagandir. Balkim. She'ri kishvar tushunchasi bor. Endi xalq o'shani balki shunday deb nomlashni xohlagandir. Yo'lbars tasvirlangan bo'lsa-da, lekin biz uni she'rdor deb atamoqchimiz. Balkim, lekin o'sha shevalarda aytgandek, mushuksumonlar oilasiga umumiy qilib she'r deb umumiy, ya'ni yuqoridagi termin bo'lgan, keyin tarmoqlangan bo'lishligi ham mumkin, lekin aynan she'r emas, yo'lbars tasvirlangani bu boshqa bir davlat simbolikasidan farqli bo'lishligini demasa deb o'ylayman. Yana ba'zi ma'lumotlarga ko'ra ilk bor Saljuqiylar davlatida bu ramz tasvirlangan. U yerda sal boshqacharoq bo'lgan, odam qiyofasi bo'lmagan, o'sha yo'lbars bilan kiyik, oxu. Keyinroq Temuriylar davrida yana qayta bu ramz ishlatilgan. Temur davrida qurilgan me'moriy obidalarning ba'zilarida ham shu narsa bor. Ya'ni Temur ham o'zining davlatining ramzi sifatida, balkim yana ustalarning sababidir. Temur davridagi qurilishlarda ham ustalar Erondan keltirilgan. Bor bu narsa. Keyin baribir shu narsani baribir inobatga olishimiz kerak. Markaziy Osiyo davlatlarining madaniyati umumiy. Aniq bir chegara o'tkazish qiyin. Biz umumiy bir madaniyatda, mana non, butun Markaziy Osiyo davlatlarida non bu non. Atamasi ham bir xil. Tarjima qilinmaydi deyarli, hammamizga birday aziz. Ba'zi so'zlari, ba'ziviy so'zlar bir xil bo'lardi. Mana Yevropada oladigan bo'lsak, deyarli barcha Yevropa mamlakatlarida ham madaniyat bir xil bo'lgani uchun hammasida burgut tasviri bor. Hokimiyat ramzi sifatida. Rim imperiyasini qoldiqlari sifatida. Burgut ramzi bor. Ikki boshli buta Rossiyada ham bor, Germaniyada ham bor. Shular hozir talashib o'tirsa yoki kimniki deyish noto'g'ri. Xuddi shunday o'sha sher, qoplon, arslon bular hammasi hukumat ramzi bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlarida. Xuroson ham Markaziy Osiyoga kiradi qisman, Eronning bir qismi. Umumiy madaniyatimiz bor. Adashmasam Buxoro shahrida hozir saqlanib qolmagan, lekin boshqa hayvon tasvirlari ham bo'lgan. Tovusda tasviri bo'lgan, ko'rganman. Keyin Shohizindadagi ayrim o'sha nimalarda ham, xonalarda ham qushlarda tasviri bo'lgan. Keyin Qoraxoniylar, Soljuqiylardan qolgan ozroq tasvirlar bor, Afrosiyobda ham topilgan edi. U yerda ham ov tasviri bor, itlar tasviri bor. Umuman hayvonlarni aks ettirish hamisha bizda bo'lgan. Zararsoydan boshlab. Bizda madaniyat va san'at ba'zi bir qoidalardan ustunroq kelgan holatlari bo'lgan. Biz qiziqqanmiz doim. Shuning uchun talashmaylik, hammaga yetadi. Sizning Jo'ng'orlar bilan bo'lgan jangda qo'lga kiritgan g'alabangizni yuksak baholayman va muborakbod eturman. Sizning buyuk saltanat tuzishdagi hamda uni boshqarishdagi mahoratingizni tengsiz sanab, o'zimizda tatbiq etmoqlik uchun namuna sifatida bajonidil qabul qilamiz. O'zaro munosabatlarimizning tobora mustahkamlanishi savdo sotiq borasida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa Samarqand qog'ozining savdosi har qachongidan ko'ra baroridan kelayotir. Xon hazratlari, sizga ham siyosiy ham iqtisodiy taklifim bor. Asirangiz Jo'ng'or malikasi Gerelni bizga topshirsangiz, evaziga savdogarlaringizning Moskva orqali hech bir to'siqsiz Avropaga o'tishini ta'minlaymiz. Yana lashkarlaringiz uchun qurol yaroqlar ham in'om eturmiz. Sizga hurmat va ehtirom ila ulug' Rus shohi Mixail Fyodorovich Romanov so'zim. Bu yerda men balki noto'g'ri tushunmasalaringiz, filmda bu sahnaga alohida e'tibor berishgan va alohida qo'yishgan. Men o'ylaymanki, aynan biz uzoq vaqtlarda ulug' Rus og'amiz deb kelganmiz
va filmda tarixiy qahramonimizni ochib berish sahnasida ayni bizning tarixiy shaxslarni e'tirof etilishi, ustun ko'rilish masalasi. Bu mafkuraviy siyosiy jarayonlar bilan bog'liq. Balki bu joylarni efirda ketmasu, o'zaro suhbatimiz davomida. Bu yerda asosiy ma'no Rus podshosining o'sha Imomquli xonni olib borgan siyosatining ustunligini tan olyapti va unga ma'lum bir ma'noda ehtirom ko'rsatyapti. Bu yerda ham asosiy ma'no bugungi kunda buni siyosiy jarayonlarga aloqasi bormi yo'qmi? Filmda shu sahnani qo'ymasak ham hech narsa bo'lmas edi, lekin biz kirityapmiz, ular ham ko'rishadi. Endi ular ham balkim ko'rishar. Endi bilmayman qay darajada ko'riladi va baribir mutaxassislar, ekspertlar ko'rishsa kerak. Qudratini ko'rsatish uchun, o'sha davrdagi Buxoro xonligini mavqeini ko'rsatish uchun diplomatik aloqalar orqali shu sahna qo'yilgan deb o'ylayman, lekin bu sahna zamirida tarixiy fakt mavjud. Ya'ni bular osmondan olgan emas. Haqiqatan Bahodir Yalangto'shbuyda yuborgan xatlari bor va u yerda asosan harbiy hamkorlik, harbiy ittifoq haqida so'z ketgan, qalmoqlarga qarshi jangda. Ya'ni bir-birini qo'llab-quvvatlashga rozimiz deb. Endi bu yerda sahnada ko'proq rus hukmdori bizni hukmdorga murojaat qilgan deb ko'rsatilgan. Qanchalik haqiqatga yaqinligini to'g'risini aytsam 100% bilmayman. Lekin tarixiy davr nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, u paytlarda hali Rossiya unaqa ulkan imperiya emas edi haqiqatdan. Endi Mo'g'ul, umuman o'sha turk xoqonlari tomonidan o'sha Chingizxonni merosi qolgan uluslar tomonidan endigina mustaqil bo'lgan, markazlashgan davlatga aylangan edi. Shu 300 yildan ziyod vaqt ular haqiqatdan soliq to'lagan. Botun ulusiga, Qrim xonlariga tobe bo'lishgan. Dang, shunaqa ulpon to'lashgan. Ya'ni o'sha davr uchun bu noodatiy holat emas. O'sha davrga mos keladi. Bugungi kunda qanaqadir ajabtovur, ishonish qiyin bo'lgandek ko'rinadi. Chunki undan keyin Pyotr davriga kelib Rossiya qudratli mamlakatga, imperiyaga aylandi, undan keyin Aleksandrlar, lekin Yalangto'shbiy Bahodir davrida yoki mana Imomquli xon davrida hali Rossiya unaqa qudratga ega emas edi va Buxoro xoniga bosh urib kelib yordam so'rab kelishi mutlaqo tabiiy hol aslida. Endi bu yerda siyosiy maqsadlar bo'lishi ham mumkin, ehtimoldan qoladi. Siyosiy belgilar, ramzlar bo'lishi mumkin. Mumkin. Yo'rosda shundayda. Shunday. Pyotrgacha o'qlar unaqa katta emas edi. Olampanoh ulug' Rus hukmdori Shoh Mixail Fyodorovich ta'zim bajo aylab, ehtirom ila bitilgan maktubi hamda hadyalarini qabul qilishingizni so'raydi. Yekaterina davriga kelib o'sha bizgilar boradi, o'sha Pyotrdan keyin. Bu sahnada shunchaki o'sha rus podshosini ta'zim bajo keltirishi yoki shunchaki ma'lum bir ma'noda hurmat ko'rsatishi ko'rsatilganda, ya'ni men yana bir marta shu narsaga aytmoqchiman, bizni tariximizda uzoq vaqtlar tanib aytishimiz kerak, ruslar bizdan ustun va ruslar bizga madaniyat olib kelgan deb qaralganmizda. Ma'lum bir ma'noda mana shu film orqali balki biz ham mustaqil, qachondir buyuk va bugun ham buyuk davlat ekanligimizni ularga ko'rsatmoqchi bo'lgandirmiz. Birinchi navbatda men o'ylayman-da, mana bu bir davlatning rivojlanishi, uni buyuk bo'lishining eng asosiy sharti uni xalqi o'zini buyukman deb hisoblashi kerak-da, o'zini shunga munosibman deb bilishi kerak deb o'ylayman. Bugun biz endi sovetlar davrida yaratilgan mentalitetimizga ko'ra bizga bo'laveradi. Bizga shu ham bo'ladi. O'rganib qolganmiz. Aslida biz buyuk bo'lishimiz uchun, mayli buyuk bo'lmasakda rivojlangan bo'lishimiz uchun birinchi navbatda o'zimizga shuni ravo ko'rishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan bu filmda men aytmoqchi bo'lganim, ruslar to'g'ri bugun buyuk davlatdir. Lekin biz ham ulardan kam emasmiz bugun. Balki bu filmda mana shu men mafkurachi bo'lganim uchunmi yoki endi bu bakalavrda mafkura o'qiganman-da, men falsafa o'qimaganman. Shu uchun filmni ko'proq mafkuraviy nuqtai nazardan ko'rdim. Qayta ko'rdim va mafkuraviy ma'lum bir belgilarni, o'zim to'g'ri deb bilgan narsalarni sizga ko'rsatyapman va tarixchi sifatida, tadqiqotchi sifatida, shunchaki muxlis sifatida fikringizni bilmoqchiman. Biz bugun buyukmiz. Biz hamisha buyuk bo'lganmiz, bugun ham buyukmiz, ertaga ham buyuk bo'lamiz. Bu shaxsiy samootsyenka degan narsa bor, o'ziga bo'lgan ishonch bo'lish kerak insonda. Endi yana ozgina biroz boshqacha yondashuvim ham bor. Avvalambor inson gumanist bo'lish kerak
va inson insonni teng ko'rish kerak. Biz hammamiz insonmiz, biz hammamiz buyukmiz. Kimdir past, kimdir yuqori emas. Lekin juda uzoq vaqt siz aytgan narsa bo'ldi. Juda uzoq vaqt boshqa davlatlar buyuk, biz esa bir qo'yib boramiz degan bir tushuncha bilan yashadik. Qon-qonimizga singib ketgan. Hozirgi kunda xorijlik turistlar kelsa ham shu bilinib turadi. Bu deb ulug'laymiz, o'zimizni bir pog'ona past ko'ramiz. Bu noto'g'ri. Shuni aytmoqchiman. Mayli, biz o'zimizni ustun qo'ymaylik, mayli biz buyuk qo'ymaylik, lekin kamida teng ko'rish kerak. Chunki hammamiz ikki ko'zli, ikki qo'lli bir xil insonmiz. Yer yuzidagida kamida teng ko'rish kerak. Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni biz o'rganib qolganmiz, biz ularni o'zimizdan ustun qo'yamiz. Masalan, yevropaliklarni o'sha boyagi boshqa bir davlatlarni biz o'rganib qolganmiz, o'zimizdan buyuk qilishgan. Shunchaki siz aytganday, mayli o'zimizni ustun qo'ymaylik, lekin ulardan kam ham ko'rmaslik kerak. Albatta. Mana siz Yevropada istiqomat qilasiz va yevropaliklar o'zlarini boshqalar bilan munosabatda qanday ko'rishadi? Yevropaliklar deb umumlashtirish va umumiy javob berish juda qiyin. U yerda har xil shaxslar bor. O'zim aslida hamma inson teng degan g'oyani ham ulardan o'rgandim. Ularda ota-bobolari boshqacha nazarda bo'lgan. Ular o'sha kolonialistik nuqtai nazardan qaragan, orientalizm nuqtai nazaridan qarashgan. Lekin hozirgi yosh avlodi o'sha narsani qayta ko'rib chiqib, tanqid ko'zi bilan qarab, ular o'zlari hozir millatga urg'u berishga, kimnidir pastroq, kimnidir ustun qo'yishga hozir o'zlari qarshi endi yosh avlodi. Lekin yoshi kattalarida seziladi. Yoshi kattalarida hali ham bor. Yoshi kattalarida masalan men u yerdagi kasbiy pozitsiyam, bilimim, boshqalardan qat'iy nazar endi meni yaxshi tanigan odamlar u munosabat qilmaydi. Lekin yaxshi tanimagan ko'chadagi bir chol kampir bo'lsa agar, ularning nazarda men bir xorijlik, migrant, bir tekinxo'r, pastroq bor, ushbu qarash bor. Ilmiy doiralarda deyarli yo'qolgan. Ilmiy doiralarda hozir ular iloji boricha millatchilikdan voz kechishga, kolonializmdan voz kechishga harakat qilishyapti. Yoshlarida kamaygan, ilmiy muhitda kamaygan, lekin maishiy darajada bu narsa bor, o'zini ustunroq qo'yish, boshqa davlatlar pastroq qo'yish. O'tgan asrda ham, yaqin kunlargacha ham, hatto ilmiy doiralarda ham bo'lgan. O'sha juda o'zini ustun qilib qarash, boshqa davlatlarga, jumladan sharq davlatlariga bir ekzotika davlatdek qarab, u yerga xuddi bir ko'ngil xushlik uchun borib, mana Tahiti yoki Gavayi orollariga borib, o'sha ayollarning raqsini ko'rib qaytib keladi, bo'ldi. Xuddi shunday bir yondashuv bo'lgan. O'rganish tadqiqot jarayonida ham birinchi bo'lib Edward Said, bilsangizlar, bu narsani qattiq tanqid qilib chiqqan, o'sha orientalizm masalasini tanqid qilib chiqqan, o'sha tepa past qarash masalalarini. Hozirgi kunda ham men ba'zan jahlim chiqadi, Instagramda, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar yoritganda, rossiyalik mehmonlar kelib ketganda O'zbekistonni faqatgina atlas mato kiygan va osh tayyorlagan mamlakatdek ko'rsatishga harakat qilishadi. Palov oshdan boshqa narsa emas deydi. Va idish tovoqlar paxta nusxada. Shunaqa stereotip. Lekin O'zbekiston bu emas. O'zbekiston faqatgina palov emas, juda yaxshi ko'raman o'zim. O'zbekiston faqatgina milliy kiyim emas, O'zbekiston hozirgi kunda rivojlangan davlat, o'zimizga yarasha iqtisodimiz bor, salohiyatli yoshlarimiz bor, intellektual yoshlarimiz, men havas qilyapman, sportchi, shaxmatchilarimizni ko'rib, olimlarimiz, yosh nimani. Men xohlardimki, O'zbekiston deganda ularni ko'z oldiga faqatgina ekzotik palov tayyorlaydigan mamlakat emas, modern mamlakat, rivojlangan rahmat, lekin biz o'zimizni ko'rsatayotgan paytda shu nima uchun hech kim kiymagan o'sha qanaqadir ana u bog'lab olgan, qizlar o'shanaqa kiyib olgan, yo u ham yaxshi milliyligimiz, lekin biz o'zimizni faqat shunday taqdim qilyapmizlar. Shunday taqdim qilyapmiz. To'g'rirog'i qo'shimcha qilmoqchiman savolga. Umumiy ma'noda olib qarasak, hozirgi biz o'zbek madaniyati deydigan, o'zbek kiyimi, o'zbek taomlari asosan bu sovetlar tomonidan belgilab berilgan standartlar. Ya'ni mana shu tartibdagi kiyinish bizga o'shandan meros. Yo'q, mahalliy aholi o'zi ham kiygan. Men aytmoqchi bo'lganim, xilma-xil bo'lgan, bir xil bo'lmagan. Agar kuzatadigan bo'lsak, mana hozir olinadigan tarixiy kinolarda ham, o'sha vaqtdagi tasvirlangan asarlarda ham bizdagi kiyimlar aynan bugungichalik bir xil bo'lmagan.
ya'ni ularda turli xil bo'lgan, turli xil shaklda bo'lgan, hattoki kiyinish kunning qaysidir qismiga qarab boshqacha bo'lgan, Statusni tadbirlarga belgilagan. qarab shunday bo'lganda va endi bizda mana shu narsalar o'rganilyapti va endi filmlarimizda ko'rsatilyapti. Sovetlar davrida biz faqat atlas ko'ylak kiyib tushganmiz. Shuning uchun hozir mehmonlarni shuni kutib Faqat olyapmizmi? atlas ko'ylakda kutib olyapmiz. Aslida bizda sal boshqacharoq ham bo'lishganda, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bugungi standartlar, bugungi mentalitetimiz o'sha vaqtda sun'iy yaratilgan. Hozir siz kim xalaq qilyapti sizga? Hozir biz yangisini qila olmayapmiz, to'g'ri. Bu bizning aybimiz. Mafkurachilar aybdor, yangi g'oyalar yaratish. Ular yaxshi odam emas. Shu o'rtada mafkurachi sifatida aytishim mumkin. O'sha jarayonda tahsil olgan juda ko'plab talabalar, deyarli barcha talaba yangi mafkura yarata olmaydi, chunki unga yangi mafkura yaratish ko'nikmasi berilmagan. Ya'ni u ijodkorlik hissi yo'q bizda. Yo'q, bu balkim nima uchun bor? Bor, ijodkorlik hissi juda ham bor. Uni qo'llarini yechib beringlar, sizlar qo'ymayapsizlar mafkurachilar. To'g'ri, balki qaysidir ma'noda ijodkorlik hissi bizni, masalan, men ta'lim sohasida ishlayman, siz ham ta'lim sohasida ishlaymiz. Ta'limdagi eng asosiy muammomiz biz talaba o'quvchi xato gapirsa 2 qo'yamiz, xato gapirsa urishamiz, xato gapirsa ma'lum bir jazo chorasini qo'llaymiz va u oliy ta'limga yetib kelganda fikrini bildirishga nisbatan yo qo'rquv hissi, uyalish hissi yoki befarqlik hissi bilan shakllanib qolganda va oliy ta'lim o'sha ishni davom ettiradi. Ya'ni befarq yoki qo'rquv hissi bilan shakllangan avlodni shunchaki o'zini g'oyalar bilan o'qitadi. Bo'ldi. U masalan siz u talaba qanaqadir fikr bildirsa, qanaqadir g'oya bildirsa, yo'q, sen xato gapiryapsan, mumkin emas. Darsdan chiqib ket. Germaniyada qanday? Germaniyada bolalarni mustaqil ta'limga yo'naltiradi. 1-sinfdan 4-sinfga qadar umumiy maktab hamma uchun. Grundschule deydi, bazaviy maktab. 4-sinfni bitirgandan keyin 3 yo'nalish bo'yicha ketadi. Men o'zim farzandlarim ham shunaqa ekan. Biroz nimalar, bo'shroq bolalar baribir qiynaladi. O'sha u yerda nima desam, u yerda biologiyani rad etishmaydi-da. Mana sovet davri pedagogikasida, sovet davri psixologiyasida irsiyat, genetika mutlaqo rad etilganda har qanday insondan tarbiyalasa, mehnat orqali, dressirovka orqali yaratsa bo'ladi degan. Vigotskiylarda yo'nalishi ham shunaqa bo'lgan, Makarenko, ha. Yevropada unday emas. Ular bilishadi, chunki agar qonunda bo'lmasa, uni siz 1000 yil sudrasangiz ham IQ darajasi maksimal 70 berilgan bo'lsa, 70 dan oshmaydi. U narsani ular tan oladi, biologiyani tan olishadi-da va bolalarni qiynamay 4-sinfdan keyin, lekin bu ehtimol juda erta hali. 4-sinfdan boshlab bolalarni sortirovka qilishadi. Bo'shroq bolalar Hauptschule degan joyga borishadi. Bu umumiy maktab deydi. 8-sinfgacha faqat programmasi juda yengil, bolalarni ko'p qiynamaydi va undan keyin biror kasbga yo'naltiradi. Servis sohasida, boshqada. Keyin o'rta maktab bor. O'rta maktab bu bizning maktablarga to'g'ri keladigan 11-sinfgacha bo'lgan real shule deydi. U yerda bolalar yaxshi, o'rta deylik, o'rtacha bolalar boradi. O'sha 11-sinfdan keyin xohlasa, keyinchalik yana qo'shimcha kechki maktabga qatnab abiturni olib kelsa bo'ladi, lekin 11-sinfda bitirgan, o'rta maktab bitirganlar ham universitetda o'qishga haqqi yo'q. Ular o'rta maxsusga borishi mumkin. Lekin universitetga bora olmaydi. Universitetga faqat 3-oqim bo'yicha ketganlar boradi. 5-sinfdan boshlab gimnaziyada o'qiganlar. Gimnaziyada o'qish 13-sinfgacha juda uzoq. 19-20 yoshidagina bitirishadi va undan keyin universitetga to'g'ridan to'g'ri borishadi. Qabul imtihonlari yo'q. Abituriyent degani bu 13-sinf gimnaziyadagi. Mana shu sortirovka shunday shafqatsiz sortirovka qaysidir ma'noda. Mana bu Hauptschuleni umumiy maktabda 8-sinf o'qiganlar hech qachon oliy ma'lumot olish imkoniyatiga bo'lmaydi. Уже bo'ldi, ketdi, poyezd ketdi. U xafa bo'lmaydimi bir kun meni mahrum qildilaring? U keyinchalik o'zgartirishi mumkin emasmi? Yo'q. 11-sinfga bo'ladi. Chunki unda real shulada maktab programmasi sal murakkabroq, o'rta maktabda bitirgan, aytaylik, praktika qiladi ma'lum bir sohada yoki texnikumda o'qiydi, va o'sha soha bo'yicha keyin universitetga oliy ma'lumot borish mumkin. U ham qiyinroq, murakkab. Biologik jarayon, masalan, ba'zi bir yoshlar yoshligida, o'rta yoshda yaxshi o'qimaydi, lekin yuqori yoshga yetgandan keyin unda fiziologik o'zgarishlar, psixologik o'zgarishlardan keyin o'zlashtirishi yaxshi bo'lib ketadi. Yoki inobatga olinmaydimi shu narsa? Endi u yerda pedagogik mahorat ham yuqori, o'sha qandaydir psixologik jihatdan, boshqa jihatdan o'rganishib, kim o'qib ketadi, kimda ishtiyoq, qiziqish bor, kimda layoqat bor, juda erta belgilashadi. Bilmayman, men uchun biroz bu mavhum
meni ikkala farzandim ham u yerda 4-sinfdan keyin gimnaziyaga yo'naltirilgan, ya'ni ular bu gimnaziyada o'qiydi, oliy ta'limga layoqatli degan xarakteristika olishgan. Gimnaziyada maktab programmasi juda murakkab. U yerda o'sha nemis tilidan tashqari ingliz tilida ham darslar o'tiladi. Ingliz tilidan tashqari yana bir xorijiy til, yo lotin, yo fransuz, yo ispan tilini o'qish kerak. Bu albatta bir musiqa asbobini o'rganadi, qo'shimcha darslar, mustaqil ta'lim. O'zi kreativ bo'lishi kerak, o'zini fikrini bayon qilish kerak. Etika darslariga katta urg'u beriladi, diskussiyalar ko'p bo'ladi va yoshlarni ular o'sha faol debatlarda siyosiy qarashlarini ham shakllantirishga harakat qilishadi. Bu jarayonda istisno bo'lmaydi. Biror marta bo'lmagan. Men bilishim bo'yicha o'rta maktabda 11-sinfgacha bo'lgan maktabda o'qib yurib 7-8-sinfda juda yuqori yaxshi baholar ko'rsatkichlar ko'rsatib gimnaziyaga ko'chirish holatlari bo'lgan va lekin aksincha gimnaziyada o'sha 7-8-sinfda torta olmagani uchun quyiroq maktabga o'tkazib yuborish holatlari bo'lgan. Bular buni qarasa kerak, nima qilaman qiynab, gumanistik nuqtai nazardan agar uni hayotini murakkablashtirib og'irlashtirishdan nima naf? Keling, uni pastroqqa tushiraylik, qiynamaylik. Bu ma'lum bir ma'noda to'g'ri. Hammadan bir xil odamni yetishtirib bo'lmaydi, shakllantirib bo'lmaydi deylik. Bu to'g'ri yondashuv balki. Lekin bizni dunyoqarashimiz buni menimcha g'alati tushunsa kerak. Biz uchun g'alati, lekin nemis ta'lim tizimimiz juda ham shafqatsiz aytganimdek, u yerda keyin prosta maktabga kelyapti-ku deb baho qo'yib berish yo'q. Bizda bor. U yerda mana kelyapti-ku, Oliy ta'limda ham shu uchini qo'yib beray degan narsa yo'q. Kerak bo'lsa o'sha gimnaziyada ham, o'sha iqtidorli deb topilgan bolalarda ham sinfdan sinfga qolish bor. Sizdan so'ramoqchiman. Asosiy ta'limni O'zbekistonda olgansiz, to'g'rimi? Bizda maktab ta'limida ham, oliy ta'limda ham shunday. Bilmayman nima uchun, lekin biz jamiyat ham davlat demay, jamiyat mana shu narsani o'zi xohlayapti. Ya'ni agar biz hozir talabalardan ko'proq narsa talab qilsak, birinchi navbatda talaba e'tiroz bildiradi, ota-onasi e'tiroz bildiradi, jamiyat e'tiroz bildiradi. Bizda qaysi davrda biz shunaqa bo'lib qoldik? Nima uchun? Ya'ni ta'lim biz uchun shunchaki qanaqadir bosqich o'tib ketishimiz kerak shuni bir. U yerda to'xtab qolish mumkin emas, ortga qaytib qolish mumkin emas, faqat o'tib ketamiz. O'zi shunaqa bo'lish kerakmi ta'lim? To'g'risini aytsam, qanday endi ideal variantni qanday bo'lishsa yaxshi bilmayman. Chunki Germaniyadagi ta'lim sohasida ham o'ziga yarasha kamchiliklari, nimalari bor, minuslari bor. Bizda ko'proq universal bilim egasini yetishtirishga harakat qilishadi. Bizda maktabda ham, oliy ta'limda ham dunyoqarashi keng, bir vaqtda o'zida ko'p sohani yaxshi biladigan bo'lish kerak. U yerda maktablarda torroq sohaga, universitetlarda torroq sohaga yo'naltiriladi. Aytaylik, sen yo'nalishing aniq fanlar bo'lsa, sen siyosiy mafkuraviy asarlarni bilmasang ham mayli deyshadi u yerda. Yoki o'sha tibbiyot sohasida o'sha o'qiyotgan bo'lsa, bir geografiya tarixdan, ayniqsa o'zini vatan tarixidan ma'lumotlari bo'lmasa ham mayli deyshadi u yerda. Plus tomoni bor, lekin qanaqadir minus tomoni ham bor. Ba'zida o'zini sohasi bo'yicha zo'r mutaxassis, lekin umumiy o'tirib gaplashganingda xuddi bir dunyoqarashi tor odamdek ko'rinib qoladi. Bizda men kuzatamanda, u Xayrat Ularning 20-muloqotini yoddan biladi va oltinning kimyoviy ko'rsatkichlarini ham bilish kerak. U hamma narsani shunday. Qiyin bizda. O'sha vaqtda sovetlar davrida hamma uchun standart darslik bo'lgan, ta'lim standarti bo'lgan va sovet kishini yaratish asosiy maqsad bo'lgan. Shunchaki biz mustaqillikka erishganimizdan keyin yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalayapmiz endi. U xuddi o'sha prinsiplar, xuddi o'sha narsa, qoidalar, faqat biz uni nomini o'zgartirib qo'ydik. Komil insonga o'zgartirdik biz. Xuddi shunday sovet kishisi g'oyasini biz komil insonga o'zgartirdik. Ism familiyasini yoza olardik-ku. Bu tomonichi. Bu aytganimdek psixologiya nuqtai nazaridan har bir tug'ilgan chaqaloq bu oq qog'oz, unda istalgan narsani yozsa bo'ladi degan g'oya bo'lgan. Ya'ni har qanday insonga yaxshi ta'lim tarbiya bersa, ko'p informatsiya bersa, undan yaratsa bo'ladi degan nimaga ishonilganda va haqiqatdan ba'zi bir odamlarda tug'ma layoqat bor, ularga berilgan o'sha sovet davrida berilgan bilim natijasida juda yuksak insonlar bo'lgan. Lekin ular ehtimol 10 yoki 20% tashkil qiladi. Qolgan 70-80% ga agar qobiliyat bo'lmasa, baribir bo'lmagan. Shu joyda siz ham, men ham shu ta'limdan yetishib chiqqanimiz ko'rinib qolyapti-da. Mana biz podkastda bir mavzu bo'yicha suhbatlashmoqchi edik, lekin turli xil mavzularda suhbatlashyapmiz-da. Aytaylik, ularni podkastlarda ko'radigan bo'lsak, ular oldindan mavzuni belgilaydi va o'sha reglamentdan, mavzudan chiqib ketmaydi. Biz doim podkastlarimizda
chiqib ham ketamiz, qaytib ham kelamiz, yana chiqib ketamiz, yana qaytib kelamiz. Sezyapman, ta'lim bizga ta'sir qiladi. Biz shu ta'limning mevasimiz. To'g'ri. Turli xil nimadir esimizga kelib qoldimi bo'ldi. Bu to'xtab turadi. Biz bu uchun kelganmiz o'zi. Yo'q, to'xtab tursin. Biz bu yoqqa ham o'tib kelaylik, keyin yana qaytib kelamiz. Biz universal bilim egasi ekanligimizni ko'rsatmoqchi bo'lamiz hamisha. Dunyoqarashimizga eling. Lekin men ko'p kuzataman, agar bu endi hujjatli bir anavi ko'rgan paytdami, to'g'ri ixtisoslashgan olimlar ham bor-ku, lekin ularni agar aytaylik qaysidir biologiya haqidagi hujjatli film ko'rayotgan bo'lsangiz, u astronomiya haqida ham tasavvurga ega. U fizikani qaysidir kimyoni yaxshi tushunadi. Lekin tarixga aralashmaydi-da. Yaxshi, lekin qaniydir ularning o'limi baribir u intellektualroqmi ko'rinadi. Imkoniyatlari keng bo'lganligi uchunmi, lekin boshqa sohaga aralashmaydi. Bir-biriga yaqin sohalarda yaxshi bo'lishadi. Shu turdosh ularni yaxshi tushunadi. Aniq fanlar bo'lsa. Bizda istalgan odam istalgan soha haqida fikr mulohaza yuritishi mumkin. Suhbatlar bo'lyapti, podkastlar bo'lyapti, qiziq. Menga ular ko'tarayotgan mavzu qiziq emas, ularni berilib shu mavzu haqida gaplashayotgani qiziq. Bu soha bo'yicha o'qimagan. Endi balki men ham qaysidir soha bo'yicha o'qimagandirman, lekin bizda tarbiyamiz mahsuli shu ekan, biz juda qiziqqanmiz, turli xil sohalarga bir kirib chiqishga. To'g'ri aytdingiz. Hozir masalan biz film muhokamasini boshladik. Yaling Toshboy Bahodir. Kino rejissyura, operatorlik ishidan uchalamiz ham xabardor emasmiz. Biz bu filmni badiiy qiymatini, olinish nimasini o'zi aslida muhokama qilishga ma'naviy huquqimiz yo'q. Lekin muxlis tomoshabin sifatida o'z fikrlarimizni ayta olamiz. Lekin meni e'tiborim tortgan narsa bilasizmi nima bo'ldi? Mana shunday muhim film olindi. Ham tarixiy mafkuraviy jihatdan yangi bir shaxsni xalqqa ochib berilgan film olindi, qaysidir ma'noda zo'r film, lekin uni muhokamasini men uchratmadim deyarli. Kino kritiklar. Men 2300 tami post yozilgan ekan. Men erinmasdan hammasini ko'rib chiqdim. O'sha filmni YouTube'ga qo'yilganida shu 2000 dan ortiq post yozilgan va birorta tarixchi yoki olim munosabat bildirmagan. Hamma yaxshi film bo'libdi. Ahad Qoyimning filmlaridan ko'ra yaxshiroq film bo'libdi. Post izohlar shunaqa. Nima uchun bizda shunaqa jarayonlarda olimlar ishtirok etmaydi? Olimlar ishtirok etish kerak deb hisoblayman. Shunaqa filmlarda o'zi har qanday ko'rsatuvdan keyin bitta izoh qoldirishimiz kerak. Intellektual elita jimda. Shunday. Jim. Uzoq vaqtgacha jim. Men shu filmdan keyin to'g'risi kutgan edim. Badiiy kritiklar, kino kritikni bir yaxshi maqolasini yoki ko'rsatuvini kutgan edim. Hech bo'lmasa ijtimoiy tarmoqda post. Men tarixchilarni bir nimasini, munosabatini, izohini kutgan edim. Umuman bo'lmadi. Yoki даже podkastlarda ham adashmasam bu film muhokama qilinmadi. Yo'q, qilinmadi. Birinchi qatorimiz. Ixtiyor Asanov bir marta shu bo'yicha introduksiya bo'lib suhbat berdi va filmda yoqibdimi? Yaxshi film, faqat g'oya to'g'ri ochib berila olmagan, tarixiy faktlar to'g'ri urg'u berilmagan, filmdan juda ma'lum bir uzilishlar juda ko'p filmda, yana voqealarda va keyin montaj jarayoni qanday bo'lgan, umumiy ma'no ko'rsatib berila olmagan deyilgan. Masalan, aytaylik, Ixtiyor Asanov aytadi, aynan o'sha O'rbuloq jangiga alohida e'tibor qaratganda o'sha Bahodir Angtush alohida bitta personaj sifatida juda zo'r yoritsa bo'lardi deb. Chunki aynan jang o'sha vaqtda mintaqa uchun lokal ahamiyatga ega bo'lgan hodisa bo'lyapti, juda ko'plab o'zgarishlarga sababchi bo'lyapti-da. Va aynan o'sha yoki aynan filmning yarmi o'sha Bahodir Angtushni ma'lum bir ma'noda xastalik davrida o'tib ketadi. Va shunchaki yondosh bo'lgan voqealar bilan ketgan. Filmda yana Ashrafxonlarning eng kuchli amiri Imom Qulixon yetarli darajada ochib berilmagan va Imom Qulixon o'sha Bahodir Angtushbeyning yetishib chiqishi, Imom Qulixonni ham yetishib chiqishi bir-biri bilan bog'liq va ikkala mana shu bog'liqlik to'laqonli ochib berilmagan filmda. Mana shu jihatlarni masalan ochib berilganda, filmga asosiy urg'u berilgan narsa ichki dushmanlarning borligi, asosiy motiv ichki dushmanlar bor va ular bizni mana shu holatga kelib qolishimiz sababchisi. Filmda shu narsa ko'rsatilgan, oxirida ham, boshida ham. Ya'ni ichki dushmanlar bizni shu holga olib kelib qo'yildi. Oxirida bo'lgan
sahnada ham xuddi shu narsa aytiladi, filmni boshida ham. Shu uchun filmning asosiy maqsadi ko'proq Bahodir Tashuvchi tarixiy shaxsni ochib berish emas, ko'proq bizni qoloqlikka, parokandalikka uchrashimizga bu sababchi bo'lgan alohida tabaqa sotqinlarni ko'rsatish bo'lib qolganda. Ayniqsa vaholanki u davr siyosiy parokandalik davri bo'lmagan, u gullab yashnagan davr bo'lgan. Qizig'i biz ularni sotqin deb atayapmiz, lekin o'sha tarixni yaxshi bilmaymiz-da. U ham bir sahna ko'rsatmoqchiman. Hozir o'sha jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan. ibn Din Muhammadxon, ibn Jonibek Sulton amr etaman. Ikki ko'zi ojiz bo'lib qolgan xasta og'am Imom Qulixon ibn Din Muhammadxon ibn Jonibek Sultonning haj ziyoratiga ketish istagi qondirilsin. Yalangtosh Bahodir Boyxoja o'g'li Samarqand amiri lavozimidan Bu yerda asosiy narsa ko'rsatmoqchi bo'lgan bu tarixiy faktlar. Kecha ham suhbatlashganimizda filmda Imom Qulixondan keyin uning ukasi Nazir Muhammad deb aytilgandi. Men bilishim bo'yicha, agar adashmasam, Nodir Muhammad bo'lish kerak. Nadir Muhammad deyiladi. Balki o'sha arabchadagi zeni variantlardan bittasi D. Ashtarxoniylardan chiqqan o'sha davrda Balx hukmdori bo'lgan Nadir Muhammad taxtga keladi. Bu yerda Yalangtosh Bahodirning hissasi ham bor. U bevosita uni Balxdan kelishiga yordam beradi. Filmda nima uchun Nazir deyilgan, to'g'risi bilmadim, ehtimoli bir ssenariydagi bir xatolikdir. Lekin to'g'ri nimani e'tibor beribsiz. Shunga va filmda ma'lum bir qismida aynan shu shaxsni ichki parokandalikning bosh aybdori sifatida ko'rsatishga harakat qilishgan. Shunga ko'p belgilar qoldirishgan. Endi bu qaysidir ma'noda to'g'ri bo'ladi, lekin tariximizda rostdan ham Ashtarxoniylarning ma'lum bir eng qiyin kechgan davri shu amir bilan bog'liq. Balki filmda shunga urg'u berishmoqchi bo'lganmi, bilmadim. Ehtimol filmda mana shu saroy nizolari, ichki nizolari, intrigalar bo'ladi. Bu hamisha bo'lgan. Saroyda ichida hukumat uchun, taxt uchun tarlashish, qanaqadir bir-biriga fitnalar qilish, bu butun insoniyat tarixida, barcha davlatlarda, barcha davrlarda uchraydi. Bu yerda hamjihat bo'lishlikka balkim bir urg'u berishmoqchi bo'lgandir, lekin to'g'risini aytsam, Imom Qulixon boshqaruvi davri o'sha davr uchun nisbatan uzoq, stabil bo'lgan, bunyodkorlik ishlari olib borgan, ma'rifiy ishlar olib borgan. Bu qadar negativ qora rangda ko'rsatish xatolik deb ko'rib bilaman. Chunki Imom Qulixon davrida nafaqat Samarqandda, chekka Surxondaryoni dinovlarigacha madrasalar qurilgan uni davrida. Bu yerda pozitivroq, buyukroq qilib berish mumkin edi deb o'ylayman. Chunki Nadir Muhammadni ham juda dushman deb bilmagan. Yalangtosh Bahodir uni bevosita taxtga kelishiga ko'makdosh bo'lgan. Ham o'sha Nadir Muhammadning o'g'li Abdulazizxon Bahodir Yalangtosh bey bilan munosabatlari juda yaxshi bo'lgan va hattoki o'sha tarixiy voqealarda o'sha Abdulazizxon taxtga kelgandan keyin ham bir 10 yil, 15 yil Bahodir Yalangtosh bey Samarqand hokimi bo'lgan va bir muncha muddat yuqori lavozimlarni egallaganda. Lekin filmda ma'lum bir sabablarga ko'ra dushman taraf qilib ko'rsatilgan. Endi qay ma'noda endi buni bilmadim. Asosiy shunchaki aytmoqchi bo'lgan narsam, ichki dushmanga juda ko'p urg'u berishgan filmda. Bilmayman, balki bu stereotipdir, balki rostdan ham shundaydir. Ya'ni ichki dushmanni ko'rsatishga asosiy e'tibor qaratganimiz tashqi dushmanni ko'rsatishdan ko'ra ko'proq. Shunday. Shu uchun ham men o'ylayman, film umumiy ma'noda yaxshi film bo'lgan, faqatgina g'oyaviy konsepsiyasini boshqacharoq qilish kerakmidi? Ha, to'g'risini aytsam, men ham boshqa narsa kutgandim. Men o'ylagandimki, Bahodir Yalangtoshni bir tarixiy qahramon sifatida ko'rsatishadi. Chunki Bahodir Yalangtosh bu bizni Geraklimiz, u bizni Axillesimiz. U juda uzoq harbiy karyera qilgan, juda uzoq politik karyera qilgan shaxs. Siz aytganingizdek, uni xastalik davriga ko'p urg'u berilgan. U butun o'sha O'rta Osiyoda atrofdagi dushmanlar janubda bo'lsin, xoh shimoliy sharqda bo'lsin, ulardan himoya qilgan bir bo'lgan shaxsda bu yerda bir tarixiy epos, tarixiy qahramonlik janri sifatida film olish kerak edi deb o'ylayman. Juda ham kam ochib berilgan bu ishlari. Ma'lumot uchun shunchaki aytmoqchiman. Ashtarxoniylar davri
nisbatan biz uchun tinch o'tgan, ortiqcha qirg'in barodlarsiz, hattoki xonlar almashgandan xuddi shunday. Imom Qulxon xastalanib qolgandan keyin taxtni ukasiga topshiradi. Ukasi ham xastalanib qolgandan keyin o'g'liga topshiradi. Imom Qulxon hajga ketadi, Madinada dafn etiladi. Nadir Muhammad ketadi, u ham o'sha yerda dafn etiladi. Abdulazizxon ham ketadi, u ham o'sha yerda dafn etiladi. Ya'ni aytmoqchiman, masalan Temuriylar davrida, Shayboniylar davrida taxt almashuvi qonli kechgan bo'lsa, Ashtarxoniylarda nisbatan tinch bo'lgan. Ular masalan taxt uchun kurashsa ham bo'lardi. Ular bilishyapti va o'z davri tugaganini ketishyapti. Bu ham ma'lum bir ma'noda urg'u beriladigan va ochib beriladigan juda ham yaxshi narsa bo'lardi. To'g'ri, buni boshqacha rakursdan ko'rsatish kerak edi. Aka ukaga qarshi qo'shin tortib kelmadi bu yerda. O'sha ko'zi ojizligini tan olgan holda taxtdan voz kechilyapti. Bu ham bitta alohida mavzu bo'ladi. Masalan, hozir bugunda Turkiya Usmonlilarni o'sha Fotih qonuni haqida gapiradi. Ya'ni taxtga kelgan sulton ukalarini o'ldirish kerak. Bu alohida kaos, bu deyarli ko'p davlatlarda shunday bo'lgan, lekin Ashtarxoniylar boshqacha variant taklif qilyapti-da. Va bu jarayon ularda qanday kechgan bilmadim, balki qanaqadir ichki kuchlarning ta'siri bo'lgandir, lekin juda ko'p Ashtarxoniylar tinch yo'l bilan hokimiyatni keyingi shaxsga topshiryapti. Bu saroydagi ayonlarni kuchli ekanligini bildiradi. Saroy intrigalari va taxtga kim kelishi ular shuning uchun ham balki qonli emasda. Hamma yaxshi boshlangan narsa yaxshi tugaydi degan bir maqola bor, ingliz maqoli. O'zi ularni Ashtarxoniylarni bizni Mavronahr hududiga kelishi ham qonli bo'lmagan. Ular qo'shin tortib kelmagan. U yerda o'sha taxtga da'vogar voris bo'lmagan holatda Ashtarxoniylarni o'sha suloladan bo'lgan xonlar avlodidan bo'lganligi uchun taklif qilingan, chaqirilgan. Ular qon bilan bizni yurtimizga bostirib kelmagan Ashtarxondanda, hozirgi Astrixandan. Shunday ularni biznikilar begona deb bilishmaganda. O'zimizniki deb bilishgan va to'g'ri ma'noda qabul qilish. Ular hokimiyatni kuch bilan egallashmagan va u shunchaki xon nomzodiga hech kim qolmagan va xon nomzodiga yaqinroq bir shaxs kelish kerak bo'lgan va uzoqroq qarindoshlaridan olishgan va bu xon emas, lekin amir. Ma'lum bir ma'noda endi shuni davom ettirishyapti deylik. Endi shu joyda aytmoqchi bo'lganim, filmdan tashqari qanaqadir xulosa olishimiz mumkinmi shu filmdan? Filmdan olgan xulosalarimiz siz uchun tomoshabin sifatida. Tomoshabin sifatida demak meni birinchi xursand qilgan fakt bu umuman Yalangtush Bebahodirda shaxsiga ommaviy madaniyatimizda e'tibor qaratilganligi, umuman shu shaxsni ommalashtirishga qaratilganligi. Keyin adashmasam bu filmda bosh homiysi, asosiy homiysi Samarqand viloyati hokimligi bo'lgan. Samarqand viloyati hokimligi yoziladi u yerda, kino boshida ham homiy sifatida. Bu to'g'ri pozitsiya. Sobiq tarixda Samarqand viloyatini boshqaruvchilariga bir hurmat, e'tibor. O'zi Samarqand yurtimizda, O'zbekistonda strategik nuqtai nazardan, madaniy nuqtai nazardan juda muhim markaz. Bu yerda buyuklar yetishgan. Samarqandni boshqargan odamlar yo juda yuksaklarga ko'tarilib ketgan, yo bu juda mas'uliyatli ish bo'lganligi uchun batamom inqirozga bo'lgan. Uzoqqa bormaylik, hozirgi kunda yurtimizning bosh rahbari ham Samarqand viloyati hokim bo'lgan. Yana kimlardir bu mas'uliyatga chiday olmay pastga tushgan holatlari ham bo'lgan. Shuning uchun mana shu filmda olinganligi, Samarqand viloyat hokimligi bunga qo'l urgani men uchun olqishli. Bir nima? Haykal qo'yishsa yana ham zo'r bo'lardi. O'sha mavzuni yana ko'taraman. Filmdagi endi ichki birodarlik, bir-biriga qarshi bir g'allayonlar ko'tarmaslik, xalqda o'sha yerda qo'zg'olonga bir gijgijlaydigan odamlar bo'ladi. Mana shu narsalarni qoralash, bu yaxshi emas degan fikr berishyapti. Bu ham to'g'ri. Qaysidir ma'noda. Ba'zi bir tarixiy buzilishlar lekin bor. Ehtimol kelajakda hali yana boshqa filmlar olinadi va u yerda mana shu Imom Qulxon davri ma'naviy ravnaqi, tarixiy ravnaqi, yurtni yuksalganligi pozitiv, yorqin nuqtai nazardan balkim hali yoritib berilar. Keyin o'sha filmda qora ranglar juda ko'pda, musiqasi ham juda ham bir qandaydir bir qora tuslarda olingan, bir mudhish davr, qo'rqinchli davrday berganda. Oyim ham shuni e'tirof etdi. Turk seriallariga taqlid bor, turk filmlariga endi kamchiliklarni sanaydigan bo'lsak-da, keyin bir kichik ahamiyatsiz dialoglarga juda ko'p sahna vaqti ajratilgan. Shunaqa tomonlari bor. Lekin
aytganimdek biz rejissyor yoki operator ishiga baribir ko'p baho beradigan mutaxassis emasmiz. Ha, endi Men kritiklarni, kino kritiklar, tarixchilar zavq munosabatini oluvchi kutaman. estet sifatida. Ha, ustoz meni doim qiziqtiradi jahon olimlari O'zbekiston tarixini qaysi nuqtadan turib talqin qilishadi, to'g'ri o'rganishadi. Ya'ni biz o'zimiz yo'nalishimiz bo'yicha uni tahlil qilamiz, o'rganamiz. Ular biz xuddi shu tarix bizniki ekanligini tan olishadimi yoki yo'qmi? Jahon olimlari keng, ko'pchilik men uni javob berish uchun bu soha bilan chuqur shug'ullangan shaxs bo'lish kerak. To'g'risini aytsam, men faqat ko'proq nemis tarixchilarini munosabatini aytishim Muloqot mumkin. qilasiz ular bilan Va meni baribir siz o'sha fanni, o'sha tadqiqot prinsiplarini, o'sha yondashuvlar, metodologiyani tushungan odam sifatida ularni bizga nisbatan munosabati qanday? O'tgan asr tarixchilarini kitoblarida o'qisam, o'sha yuqoridan qarash, yevrotsentrизм masalasi seziladi. Ular o'sha o'zinikidan farqli bo'lgan madaniyatni past ko'radi. Vaholanki yaxshiroq, ustunroq yoki yomonroq madaniyat degan tushuncha yo'q. Farqli, o'zgacha. Yaxshi ham emas, yomon emas, shunchaki o'zgacha. Mana shu yondashuv bo'lish kerak, lekin bu narsa yo'q. Zamonaviy, hozirgi kunda yozayotgan tarixchilar ular obyektiv, ular ko'p jihatdan obyektiv, ularga to'g'risini aytsam, mana bu millatchilik masalasini ular qoralaydi o'zlarida. Shonli tarix yaratishga harakat qilishmaydi, o'zlarini ajdodlari bilan ham u qadar faxrlanishmaydi, xuddi shunday boshqa xalqlarni ajdodlarini buyukligiga ham urg'u berishmaydi. Ular xolis akademik ilmiy yondashuv qilishga harakat qilishadi. Lekin ba'zi bir nimalarda o'sha Toma degan nemis nimasini kitobini o'qigandim, Francis Toma. O'sha yerda boyagi Grid Game masalasi ketadi, katta o'yin. Buyuk Britaniyani, Rossiyani, O'rta Osiyodagi da'vogarligi o'rtada o'sha soyadagi Germaniyani ta'sirini ham o'rganadi. Imshatten deydi, ya'ni soyada deb. O'sha yerda baribir bizni hududlarni boshqa gegemonlar tomonidan boshqariladigan ojiz deb bilish nimasi bor. Chunki u o'rgangan davrda haqiqatdan biz bir qadar zaif edik. Texnologik progress nuqtai nazaridan, harbiy sohada, shuning uchun u yerda bir oddiy kichik o'lja sifatida qarash bor. Mana hozirgi kunda bizda hali ham borda ota bobolarimiz bilan faxrlanish. Bizda bu normal holat. U yerda biroz bu narsa tanqid qilinadi. Ya'ni ota bobolaringni qilgan narsasi ularniki, seniki emas. O'zi umuman Yevropada sizni yoshingiz, millatingiz, jinsingiz uchun ulug'lash yoki kamsitish yo'q. Chunki siz qaysi davrda, nechinchi yilda tug'ilishingizni, qaysi millat, qaysi oilada, qaysi jinsda tug'ilishingizni siz tanlamaysiz. Siz tanlamagan narsa uchun sizni maqtash. Bu sizning yutug'ingiz emas. Yo'q, bu sizning yutug'ingiz emas. Buning uchun maqtash yoki kamsitish noto'g'ri. Mana shu pozitsiya ularda shakllangan. Shuning uchun ular hozirgi O'zbekistonda yozganda, otasi, bobosi buyuk edi, demak hozirgi millatni maqtashim kerak degan narsa yo'q. Ular bu bosqichni bosib o'tib ular уже bosib bo'ldi. Ular hozir aynan siz o'zgartira oladigan narsaga qarab baho beradi sizga. Kasbingiz, ta'limingiz, siyosiy qarashlaringiz, pozitsiyangiz, aytaylik siz ekofaolsiz. Bu sizning qaroringiz, ya'ni bunga o'zingiz hissa qo'shgansiz, buni hurmat qiladi. Lekin siz ta'sir qila olmaydigan narsa uchun tanqid qilishmaydi. Oldingi avlodlar ana o'sha ota bobolarimizni yaxshiligi uchun ham bizni maqtash shart emas, ularni yomon bo'lsa ham biz aybdor emasmiz. Yo'q. Va bizni masalan qo'ni-qo'shnilar bilan, Tojikiston yoki Qozog'iston bilan biz ota bobolar talashib o'tirsak, ular uchun bu narsa bir qadam orqa primitiv ko'rinadi. Ular uchun bu primitivlik, ular uchun bu biroz qoloqlik belgisi. U talashish kerak emas. Tarixiy nuqtai nazardan faktlarga yondoshinglar. Mana shu ishlarni qilgan, mana shu asarlarni yozgan, shu davrda tug'ilgan bo'ldi. U aynan bizniki degan narsa bir muncha yo'q. Biz ham bu bosqichdan o'tamiz qachondir. Lekin mafkuraviy nuqtai nazardan kerak albatta. Siz boya aytdingiz-ku, bizni nimamiz juda ham tushib ketganda, o'zimizga beradigan bahomiz past ko'ramiz. O'shani juda yuksak ko'rmasak ham, hech bo'lmasam teng darajada ko'rish uchun bizga mafkuraviy qandaydir g'oyalar kerak. O'shalardan biri bu buyuk ota bobolarimiz g'oyasi. Buni qay darajada rivojlantirish endi mafkurachilarga bog'liq.
ular yaxshi odam emas. ular o'zi yaxshi odam bo'lishmaydi. Ustoz, bugungi suhbatingiz uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldik. Bizning suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling. Yana kutamiz. Sizlarga ham katta rahmat, taklif qilganlaringiz uchun, munosib deb bilganlaringiz uchun. Aslida tarix sohasidan biroz chekinganman. Hozir shunchaki ijtimoiy faol inson sifatida o'z shaxsiy fikrlarimni ko'p holatlarda bildirdim. Endi psixologiya nuqtai nazaridan ham bilimlarim bor, ma'lumotim bor. Shuning uchun qandaydir bir baho berishga ham urindim. Ba'zi holatlarda o'zi mavzular, savollar hammasi qiziq bo'ldi. O'zim uchun ham menimcha hali yana ko'p marta suhbatlashsak bo'ladi bu mavzularda. Keyin opamni profillarini qoldirib ketamiz. Yaxshi badiiyatni tushunadigan inson ko'ringlar. Rahmat. Sizlarga ham omad. Rahmat, so'z. Sog' Sog' bo'ling.